nisbi yoki g'aribi mutlaq, fardi mutlaq degan ish oldi. Demak, fardi mutlaq, fardi nisbi deb farqlantirishninki nimasi o yiltizi osh tafarrutning yuz bergan o'rni. Unda da o'rni qasilsa tafarrut agar san'atning asl yuz bergan bo'lsa, masalan dedi-ku, ya'ni fardi g'aribi mutlaq, g'aribi nisbi bo'ldi. G'aribi mutlaq yoki fardi mutlaq degan nima desa, u g'arobat yoki yolg'izlik, ya'ni tafarrut demakchi. Shu tafarrut, shu yolg'izlik san'atning asli yuz bergan bo'lsa. Ya'ni asli demakchi shu sahobasi yuz bergan bo'lsa, sahobasi va taraf bor. Sahobasi yolg'iz bo'lib qolgan bo'lsa, bu nimadir u tafarrut mutlaq bo'lgan bo'ldi. Ya'ni bu nima bo'ldi va g'aribi mutlaq deb atasa qilmayli yoki o buning ismi g'arib, ya'ni mutlaq, fardi mutlaq shu. Buningki asosimiz mush yolg'izlik sahobasi bo'lib qolgan bo'lsa. Masalan deylik, Rasulullohdan bu hadisni faqat birlam sahobiy angladi. Ya'ni birlam sahobiy rivoyat qildi. Ammo u birlam sahabasi bundan boshqa sahobalar rivoyat qilib boqmadi. Ammoki buning tabiinsi, tabiin, ya'ni shu bir sahobalar rivoyat qilgan tabiinlar 7-8, tabiinlar 12 bo'lg'ay. Bu bo'lib ketdimi, lekin shu tafarrut, yolg'izlik san'atning asli bo'lgan shu sahobida, ya'ni san'atning yiltiz yuz berganligi uchun buni biz nima deymiz? Fardi mutlaq deymiz deydi. Yana uni rivoyat qilish bilan uning sanadining aslida bir shaxs yolg'iz bo'lib qolgan. Sahoba tarafida yolg'iz bo'lib qolganligi bu hadisninki nima deymiz? Fardi mutlaq yoki g'aribi mutlaq degan hadis. Innamal a'malu degan hadis. Innamal a'malu binniyat degan hadis bu chava g'arib va fard, ya'ni g'aribi mutlaq desak mayli, fardi mutlaq desak mayli. Bizning yuqorgi ta'rifimiz bo'yicha bu innamal a'malu binniyat degan bu hadis, ya'ni bu mashhurishqo oxirdagi hijrat namozi bo'yicha bu hadis nima bu fardi mutlaq desak, buning sababi bu hadisni, ya'ni shu inama degan hadis u hadisning rivoyati yolg'iz bo'ldi. Bu hadis Umar ibn Xattobdan boshqa hech qanday bir sahobaning gap taqmadi. Demak, bu hadisni rivoyat qilgan sahobi faqat yolg'iz u Umar ibn Xattob. Demak, bu hadisning san'atning asli bo'lgan Umar ibn Xattob yolg'iz bo'lib qolganligining jihatidan garchi Umar ibn Xattobni rivoyat qilgan odam tabiin bir qancha, ularni rivoyat qilgan tabiinlar bir qancha bo'lib ketsa-mu, lekin san'atning asli bo'lgan sahobisi yolg'iz bo'lganligining jihatidan bu hadisni mudurva fardi mutlaqdir. Yoki chava g'aribi mutlaqdir. Bu hadis bu tafarrut balkim hozirda bu tafarrut san'atning oxiriga davomlashi mumkin. Ba'zi hadislarda masalan sahobisi yolg'iz Umar ibn Xattobda bundan bu sahobadan anlagan tabiin faqat birlam tabiin, uningdan anlagani birlam balan, onun algan munda bo'lib hammasi san'atning oxirigacha bir-biridan rivoyat qilib, ya'ni o'xshash birisi biridan rivoyat qilib, shunda nima qilg'ayva davomlashi mumkin. Yana bunda bo'lib kelsa o'xshash fardi mutlaq, yoki unda olmay san'atning asli bo'lgan sahobasi yolg'iz ekan, buni oxiri ko'payib ketsin. O'xshash sahobasi bo'lgan san'atning asli tafarrut yuz berib qolganligining jihatidan buni biz fardi mutlaq deymiz. İkincisi bununki g'aribi nisbi. G'aribi nisbini ko'pincha vaqtda g'arib degan ismni ishlatgan chaqda buni g'aribi nisbi yoki fardi nisbi deganni maqsad qilamiz. Fard deb ishlatgan chaqda fardi mutlaqni maqsad qilamiz degan o Ibn Hajarning yuqoridagi istiqmol bo'yicha, istiqmolning oz ko'pligi bo'yicha bo'lishdagi sabab. Anda da g'aribi nisbi degan nima desa, buning ta'rifi deydi. G'arobat u san'atning jarayonida, san'atning a'liqida yuz bergani, san'atning yildiz asli emas. Yani sen aslında biz baydıgınımızda sahabesi var taraf. Sahabesi bağlan taraf sen aslı olmuş. Sahabesi bu hadisden nevesi var. Sahabesi bu hadisden sahabe bağlan tarafı yalnız demez. Demek bu hadisine bir sahabe var kılamaz. Yani 2 ya 3. Yani bu hadisindeki yıldızı, hadisinin aslı senedi nedir o? Bu garip emez. Bu hadisde 2 ya 3 sahabe var kılan bir yerde garabetlik yok. Bu yerde teferruatluk yok. Ama garabet teferruat ne düz belgenlisi? O san'atning ağırlıqida, san'atdan şu sahabisidan bizga kelguchi bo'lgan ağırlıqda, yoki shu musannaf ama mush san'atninki ichidan, masalan, Anasdan rivoyat qilgan odam, Anasdan rivoyat kelgan san'at, ya'ni Anasdan bir san'at, bu yerim bir san'at bo'lgan bo'lmasa hadislarda,
Endi bu Enes radhiyallohu anhudan kelgan bu tarafdagi, ya'ni bu yer bizga da sana Enes'ten radhiyallohu anhudan bizga kelgan bo'lgan ariqda yoki bir qancha ravi bo'lgan bo'ldi, tabiq bo'lgan bo'ldi. Mush tabaqalarni qaysi bir tabaqada bir ravi yolg'iz o'qigan bo'lsa, masalan, Enes radhiyallohu anhudan anglagan tabiin yolg'iz. Tabiin yolg'iz o'qigan. Mushu nuqtadan endi buni keyin ko'p kessin meyli. Mushu nuqtadan bu hadisning bu sanadi nimadir va yalaqa g'aribdir. Ammo tigi yildizi bu hadisni ikki sahoba qilgan uchun o tigi g'arib emas. Bu g'arib mushu bir nuqtadan nima qilgan sanatning jarayonida bir taparrut yuz berib qolganligining jihatdan g'arib bo'lib qoldi. Bu nuqtadan shunga bu g'aribu nisbiy kimga nisbatan desa, mushu Anas roziyallohu anhudan kelgan ma yo'liga nisbatan. Ama Ebu Hureyre'den kelgan yo'li balkim o Ebu Hureyre'den ikki tabi'in rivoyat qilib, uningdan ikki tabi'i tabi'in rivoyat qilib, buni bo'lishi mumkin va aziz bo'lishi mumkin, mashhur bo'lishi mumkin. Ammo ma sanad yo'q desa, bu yerdagi nima? Bu yerda bir taparrutlik bor. Demakki, bu yerdagi taparrutninki sanadning yiltizi bo'lgan shu sahoba tarafida yuz bermay, buning jarayonida yuz qolgan bo'lsa, bu yerdagi taparrut yoki bu yerdagi g'ariblik nimadir va g'aribi nisbiy yoki fardi nisbiydir deydi. Yana demoqchi desa, buni o sanatning aslida, shu sahoba tarafidagi sanatning aslida biridan ko'p ravi, aksar bir raviligini ko'p ravi rivoyat qilgan. Demakki, buni rivoyat qilgan sahoba 2-3 ekanda ko'p demakchi. Ko'p. Ondan keyin o asli bo'lgan sahoba tarafidan keyin bu hadisni rivoyat qilishga shu ravilardan bir ravi yolg'iz bo'lib qolgan deydi. Demakki, baydaginimizdek bunun sahabısı mı köptü, tabiinisi mi köptü mesela. Tabiinisi mi senette bir garabatlık yoktu. Ama tabi tabiinisi mesela tabiinin mesela bir yoldan kelgen yılga bir yerdeki tabi tabiinin tabakası kelgen çağda bir yerde teperrut, bir yerde garabat yüzü verdi mesela. Bu qalğan bolsa bu hadisning üzünün bo'lgan bo'ldi va g'arib bo'lgan bo'ldi, ammo g'arib nisbiy. Ya'ni cevap g'arib mutlaq emas demakchi. Mesela misal kelgan chog'imizda deydi. Misali bir hadis İmam Malik rivoyat qildi Zuhriydan. Ya'ni Ibn Shihab Zuhriydan rivoyat qildi. Bu Anas ibn Malikdan rivoyat qilgan hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dakhala Makka va hi ala asl farah. Ya'ni qalbga mushuni kelgan hayoti Makkaga kirdi dedi. Demak, endi mishadiki mush hadisni musnad qarasak bizga muhim. Bu yerda imom nima masalan İmam Malik'ninki yo'li bilan bu yerdagi İmam Malik Ibn Shihab Zuhriydan Ibn Shihab Zuhriy bu yerda bu hadisni Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qildi. Masalan Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qildi. Menga qaraylar, demak Anas ibn Malik bu hadisninki sanatning asli bo'lgan tarafi shu. Sanatning asli bo'lgan tarafi shu. Agar mush hadis Anas roziyallohu anhudan boshqa hech qanday sahoba rivoyat qilmagan bo'lsa, sanatning shu sahoba bo'lgan aslida ravi faqat Anas roziyallohu anhu bo'lib qolgan bo'lsa, buning ismi g'aribi mutlaq bo'ldi. Ammoki bu yerda unday yo'q deydi. Qaraganda shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mush hadisni taparrada bihi Malik an Zuhri. Bu hadisni İmam Malik Zuhri'den yolg'iz keltirgan hadis. İmam Malik Zuhri'den yolg'iz keldi. Bu hadisninki kelgan yili bu yerdagi faqat bizniki sanatning asli bo'lgan sahoba tarafisiga emas, bizning tabiin Anas roziyallohu anhudan nima? Men qarayman. Anas roziyallohu anhudan kelgan tarafidagi Zuhriydan rivoyat qilgan odam, ya'ni Zuhriy tabiin go, Zuhriydan rivoyat qilgan kishi faqatlar nimadir? İmam Malikdir. Endi mushu İmam Zuhriydan Malikning yolg'iz bo'lib qolishi, rivoyat qilgan odamninki har bir sanatda ikkidan bo'lsa aziz o'tdi, ko'p bo'lsa mashhur o'tdi. Mushu tabaqada faqat mushu Malik yolg'iz bo'lib qolganligining jihatidan nima bo'ldi u? Bu g'arib bo'ldi. Bu g'arobat, tafarrut hadisninki sanatning asli yiltizida emas, bu nimada u jarayon yuz berganligining jihatidan buni tafarrutni biz tafarrudi nisbiy deymiz. Shuning bilan bu hadis fardi nisbiy yoki g'aribi nisbiy degan nom bilan ataldi demak. Xo'sh. Undan nima ishqi bu hadisninki ismini fardi nisbiy deymiz?
Bu perde nisbet perde mutlak bu hakikaten zaten tige sahabesi bir olup kalgandayken bunun ahırını yüzlerce adam edesine köpüp bunun senedi köpüp gelsin ama senetinin yıldızı sahabesi olgandayken bunun garip bitti, bu cevap perde bu perde mutlak şu an. Ama perde manı alakı senetlik teperrut ya ki garabet senetinin ceryan yüz belgenden biz garip dedik, biz bunu cevap biz bunu edesine perde dedik. Onda da muşunu biz perde nispi deb atışımızdaki bu nispi deb bu sebepni bilishimizdagi sebep nima desa, chunki taparrud bu yerda muayyan shaxs nisbatan yuz bergan. Bayligimizda bu hadis javob u yana bir yo'l orqali yoki yana bir nimasidan javob ayrim bir g'arib bo'lmasligi mumkin, ya taparrud yuz bermagan bo'lishi mumkin. Ammo mushu Ibn Shihab Zuhriydan bu nimaniki İmam Malik yolg'iz bo'lib qolganligidan jihatdan mushu mavzuga nisbatan, ya'ni mushu taparrud yuz bergan o'ringa nisbatan buni biz nima deganligimiz jihatdan g'arib deganligimiz jihatdan buni biz muayyan bir shaxs nisbatan taparrud bo'lganligimiz jihatdan buni biz taparrud nisbiy deymiz, yana g'arib nisbiy yoki parda nisbiy deganimiz shu. Endi bu perde nisbininki nimalar turlari nihoyat ko'p. Endi perde nisbininki perde mutlaqdak unda yildizi asosi nimalar tugusilam bu g'aribkan bu patkan deb gap tugagan ish yo'q. Bu ba'zi vaqtlarda bu perde nisbi yoki g'arib nisbining turlari har xil e'tiborlar bilan bilinganlar jihatdan ba'zi vaqtda buni turlarini ayirmoq bizga mushkul. Endi g'arib nisbiy, pard nisbiy degan bu yerdagi turlari qanday desa, bu yerda g'aribatning yoki tafarrutninki nihoyat ko'plagan turlari bo'lib, buni hammasini biz yuqorida ta'rif qilgan shu pard nisbiy deb ta'rif qilganimizda, bu ta'rif qilgan pard nisbiy yoki g'arib nisbiyninki qatorin e'tiborga olish mumkin bo'ladi. Chunki bu yergi g'arabat mutlaq yoki parda mutlaq emas. Chunki buni biz g'aribi mutlaq sifatladik. Ham g'aribi mutlaq yoki nima javob parda mutlaq demadik. Bu yerdagi mutlaqlik yo'q, yıldızda emas. Bu nima bo'lib qolgan jihatdan ma'lum muayyan shaxsga, muayyan bir nisbatning sababidan bo'lganligidan jihatdan bu nisbat bir qanchalagan sabablar bo'lg'achqa bu yerdagi shu nuqtadan bu parda nisbi nihoyatda ko'p turlarga bo'linadi deydi. Haqiqatan belki g'arabat muayyan bir shayga nisbatan yuz bergan. Ama muayyan shaxs nisbatan yuz berdi. Ama yaqin ular. Endi yerlik muayyan bir şey nisbatan. Mesela misalları var. Mesela deydi teperrudu sıqa bir rivayeti hadis. Mesela bu hadisninki rivayetiga sıqa bo'lgan ravilarninki nima bo'lishi va yolg'iz bo'lishi. Ular o'shga lam yarvihi sıqa illa falan deydi. Demek bu hadis nima asli bu hadisda nima yo'q? G'arabat yo'q. Bu hadischa va bu hadisninki bizninki hech qanday bir tafarrutlik yo'q. Bu hadisning yo'licha va 3-4 dona uningcha rivoyat qilgan shaxsi bor. Masalan, ma'lum bir sahobadan 3-4 dona tabiin rivoyat qildi. Tabiin darajasi 3-4 tabiin qildi. Ammo bu 3-4 tabiinning ichidan faqat siqadan birisi bor. Ma 3laricha va u siqalik darajasiga tushmaydigan raviylar. Demak, ishonchlik, ya'ni siqa degan ham adolat, ham zabti. Bu ikki tushuntiramiz. Elisma bo'lgan bo'lgan chaqda hem adalet hem zebtini mujassamlagan bir sifat siqa degan hadisi sahih bo'lish uchun shart qilinadigan sifatlarning birisi. Demak, endi mishadiki bu hadisninki 4 odam rivoyat qilgan bo'lsa-mu, bu uchlari o siqalik deb tushadigan odamlar emas. Siqalik deb tushadigan odam faqat bir bo'lgan bo'lsa, bu hadisning javob bu g'aribu taparada bihi plan deb qo'ydi. Bu nimasi? Bu perde nisbinin, yani g'arib nisbinin qatoriga kirdi. Bu hadis asli tigida nima emas, o g'arib emas. Ammo bu hadisga faqat bir qalam rivoyat qilganlik mushu bir e'tibor, ya'ni mushu bir shay sifatida, mushu bir masala tufaylidan buni biz g'arib yoki perde atadik. Bu atishimiz hargizmi buning yildizi butunlay g'arib deganlik emas. Ya'ni bu bayligimizda li shay'in deydi. Ya'ni ma'lum bir muayyan bir shay'in sababidan nima qildik? Bu yerdagi g'arabatga ismini berdik. Yana birisi taparrudu ravi muayyan. Mesela taparrada bihi pulan da. Mesela Abay Azdaqlıqo, mesela İbn Şihab az-Zuhri'den rivayet qil. Mesela bu hadisni sahabesi bir qancha bo'lishi mumkin, tabi'in bir qancha. Tabi'indan bu mesela sahabe. Mesela o tabi'indan 3 tabi'in rivayet qilgan bo'lsa, misol qo'yaylik, 3 dona tabi'in rivayet qilgan bo'lsa, mesela İbn Şihab az-Zuhri'den keldi. Yana qolgan 2 tabi'in rivoyatlar keldi. Demak, bu tabi'inninki bo'lgan tabaqasida 3 dona yo'l bor. Ammo ma 2 yo'li desa, buningki aziz bo'lishi mumkin, mashhur bo'lishi mumkin. Bu 2 yo'li normal ma'lum.
Ama ma bir yo'li bu hadisninki mushu bir shaxs yana mushu İbn Şihab-ı Zühri'ye muayyen bir shaxsga nisbatan bir ravi yolg'iz o'qigan. Yani İbn Şihab-ı Zühri'den bu hadisni mushu palanadan boshqa hech kim rivoyat bakmagan. Demek ma hadis İbn Şihab-ı Zühri'ye olsun ma palanasından gariptir, teferruttur. Demek ya teferrutluq o'ylasını senede yakende o yıldızsız belgeni yok. Fakat mush İbn Şihab-ı Zühri'den kelgan rivoyat qilgan adam fakat yolg'iz demakchi. Ama qolgan yo'llari bir qancha yo'llar orqali rivoyat qilgan bo'lsa, hech qanday masala yo'q deyadiki, shu gap. Yana birisini qarasa, ma'lum bir shahar aholiga yozib qo'ygan. Masalan, tafarrud bi ahli Makka, ahli Sham deb qo'ydi. Demak, ma'lum hadislar bor. Ahli Makka buning yolg'iz bo'lgan tafarrud bor deydi. Ahli Makka buning yolg'iz bo'lganda, ahli Makka deganda Makka deganda necha o'n ming musulmonlar bor qo'ydim. Demak, endi mishadiki, mushu Makka yoki Madina yoki Iroq buning yolg'iz bo'lib qoldi desa, bu bir shahar aholilari. Bu 3 yoki 4 yo'ldan kelgan. Yani 3-4 tane mesela ravisi var bu hadisninki. Ama bu 3-4 ravinin hemmisi ehli Mekke'den. Yoki hemmisi ehli Medine'den. Manda bu qolgan bo'lsa-mu, bu yerda taparrud deb qo'ydi, ammo bu taparrud deganimiz bu hadisning javobi yiltizi nima fard yoki yiltizi g'ayr deganlik emas. Faqat Allah bu yerdagi ma'lum bir nisbatga qartilib turib, buni qo'ygan bir nimadir va ismdir. Yakanda bu yerdagi yana bir isim yerdeki mesela o Turan deydi teferrede ehli beled ehli cihet ehli beled cihet okur. Yani malum şehir ahalisinden malum şehir ahalilerin yani malum taraf ahalilerin falan şehirdeki adamlar yazıp koygan. Mesela ehli Medine'den rivayet kılan adamlar fakat nedir o ehli Mekke'dir. Mesela malum şu ama bunun bir qancha yolları var. Bunu ehli Medine mi rivayet kılınır degine ehli Mekke mi rivayet kılınır. Ama ehli Medine'den kelgan yolda bunun ikinci tabaqası ötkilgen çağdaki bedeki ravileri fakat nim yalğız op qalgan mesela ehli Kup yalğız op qalgan. Bunu ehli Medine o Medinelikning yolu aqlab almagan, yani başqa shaharliklar almagan. Demek ma'lum bir shahar aholisidan bir shahar aholilari buni hadis rivoyat qilish yalğız bo'lib qolgan bo'lsa-mu, buni bizning bu hadisni teferrud dedik deydi. Mesela teferrud bi ehli Basra, ehli Medine, yoki teferrud bi ehli Şam, ehli Hicaz deydi. Yani bu hadisni ehli Hicazning rivoyat qilishda ehli Şam yozib qolgan. Ehli Hicazning ehli Şamdan boshqa rivoyat qilib bakmagan degan hadislar bor. Bu yerdagi teferrud bor deymiz, bu yerdagi fard bor deymiz, bu yerdagi teferrudmi boy deganimizda shu nisbiydir. Bu sanayning aslidagi teferrud, yani teferrud mutlaq emas demak. Xo'sh. Endi yana bir taqsimotga kelsak, endi bu g'arabetninki, bu tafarrudninki nurg'un nima tadqiqotlari bor, ammo buningki bak bir keyinda ziyoda gaplar chiqmag'achqa bu yer cho'ng qilmaymiz. Ammo shadagi mazmunni tushensanglar bo'ldi, tushunmagan boshqa mazmunlar bo'lib qolsa, yana imkon shakl yozsanglar javob beramiz. Yana bir taqsimot endi bu. Mayli-ku, fardi mutlaq g'arib mutlaq fardi nisbi g'arib nisbi deb bilib bo'lgandan keyin bu g'arib edisini yana bir bo'lganda. Ulamolar g'aribni g'arobatninki sanatning g'arib bo'lishi, matnning g'arib bo'lishi nuqtasidan ikkiga bo'lgan. Demak biz 5 ta bir qatim deb o'tdik. Hadis ikki narsadan shakllanadi. Biri sanat, biri matn shundoq. Endi sanat deganimiz shu bizni matnga yetkazadigan silsilatur rijal, yani raviylarninki misava zanjirim. Bu matn deganimiz shu biz shu zanjirga asoslanib turib, shu yo'lga o'tirib turib yetib boradigan shu kalam, yana Rasulullohning so'zi yoki fe'li shunday shu. Endi matn shu. Demak, shu matnga qarab turib yoki sanatga qarab turib g'arobat, sanat ham matnda ikkisi teng yuz berdimi yoki matnda g'arobat yo'q. Faqat g'arobat sanat bilan yuz berdimi, bu nuqtadan javob yana ikkiga bo'lgan deydi. Şu noktadan birincisi mesela garip metne ve isnadan. Bunun hadisininki isnadı hem garip, metnisi hem garip. Demek ki bu hadisininki isnadı mı garip, metnisi mi garip. O hadis o hadisini rivayet kılışka, metnisini rivayet kılışka birlam ravi yalğız bulgan. Demek bu hadisinin metnisi, muşu metni, muşu bir sahabinin yoki muşu bir senatdan başka senatlardan asla kelmagan. Demek mava endi bunun metnisi teferrut bo'lgan ekan, tabiiy teferrut ham ma'nosi, ham sanadi g'arib bo'lgan turining birisi shu. Buningki bu metni faqat birlam sahobadan, ya'ni buningki birlam sahobadan kelgan e'tibor bilan. Endi yana mana ikkinchisi bu bir nuqtada nima o'xshab ko'rdi? Isnatda g'ariblik bor, matnda g'ariblik yo'q. Matni g'arabat emas, ammo isnat g'arib.
Mesela bir hadisga rivoyat qilgan uning matnisini sahobalardan bir jamoat rivoyat qilgan. Demak bu hadisning matni bu bir qanchalagan sahobalardan rivoyat qilgan hadis. Yani bir qanchalagan 3-4 sahobadan rivoyat qilgan hadis matnisi. Demak bu matni shu mazmun emas va hech qanday bir g'arobatlik yo'q, balki aziz bo'lishi mumkin, mashhur bo'lishi mumkin. Ammo shu hadisni rivoyat qilishda, ya'ni yana bir sahobadan, 4-chi bir sahobadan rivoyat qilishda bir şahıs yani bir tabi'in yalnız olup kalgan. Kalgan üçünü üzden senedinden getirmedi. Ama o malum bir sahabinin ayrım bir sahabinin kelgen ma senede malum bir tabi'in karşı olup kaldı. Bu tabi'insiz de olup kaldı va bir olup kaldı. Ma noktan. Demek endi bunun hadisininki muşi isnadı nemedir o? Gariptir. Ama metni söylese metnisi yine başka isnatları olgandan keyin bu metnininki kalgan isnatları bunu mesela garip emas. Qolgan isnatlari tafarrutliq yo'q. Shuning uchun bu hadisning matnisi nima bo'lgan bo'ldi va balkim aziz bo'lgan bo'ldi, balkimcha mashhur bo'lgan bo'ldi. Demak, bu yerda hech qanday matnida g'arobat yo'q. Matni ko'p yo'l orqali kelgan. Ammo mushu bir isnoda nima deb qoldi va isnod g'arobat va matni g'arobat yo'q deydi. Endi bu nuqtadan nisbatan biza o'xshab qoldi. Muhimdayda İmam Tirmizi mavi hadis yani muşu isnad garip, matnisi garip bo'lmagani mush turga kelgan chaqda deydi ki haza hadisun garibun min hazal vajh. Ma hadis mushu vajhdan nimadir va garibdir. Masalan bu hadisni rivoyat qilgan 4 sahoba rivoyat qildi. 3 sahobacha va buni rivoyatning tabaqalari, sonlari nihoyat to'liq aziz mashhur davom qilaveradi. Ammo mush Anasdan kelgan yo'li garib bo'lib qoldi misolan. Yaken de Ebu Hüreyre'nin kelgen ma vecihisi, ma yülüz yok edesine bu kaldı var, garip bu kaldı. Ama kalgan üçlücü o üzerinki azizlikning, meşhurlikning şartlarından devam kılabilirler. Ama bu hadisninki metnisi tigi nima mu, garip mi olursa yok. Ama muşu hadisninki senede olgan muşu bir yöle nima bu kaldı var, muşu bir noktadan yani bu kalgan garip bu kalgan şuna garibun min hazel vecihi deb İmam Tirmizi'nin kitapları digine başka noktadan emas var bu uzunki aziz bo'lishi mumkin, boshqa narsa mumkin, ammo mush yo'lda menda bo'ldi. Anda da biz hadisniki mashhur, hadisi aziz haqida degan chog'da bu nereden topamiz bu hadisi g'aribni degan bir savol chiqadi. Hadisi mashhurmi o'xshash. Mush xabarlar o'xshash hammasi buni topilgan o'rinlar nihoyat ko'p. Hadisi g'aribning topilgan o'rni nihoyat ko'p. Masalan, buning misollari masalan Musnad Bazzar. Mushuningdimi chiqadi deydi. Yani ondan başka Mu'cemel Evsat Tıbray'ın yani hadis, çoğun hadis toplamı bunu da mücevher çıkdı. Hadi məxsus müşü gariplerine, indi müşü garipler hakkı tüzden kitapların köpünün seziyatı müşü garibin nisbi hakkı tüzden kitaplar sal köprü. Müşü məxsus garip hakkıda, yani hadis pert hakkı tüzden en meşhur kitaplar Garaib-i Malik, yani İmam Malik'nin garaibleri. Yani müşü mandalıklık o, İmam Malik'ninki garaibleri. Yine İmam Malik üstündeki şeyhidin yalğız ağa hizmetçi. Mesela eğer İbn Şihab-ı Zühri, İmam Malik'in şeyhi misalen, İbn Şihab-ı Zühri'den ağan adam fakat İmam Malik. Ama İbn Şihab-ı Zühri'nin 100 talibi var, 100 yılda mesela onunki telamiz şagirdleri var, yani senetine yetkizdiğim. Kalan sahabeleri var, talipleri, kalan yollardan kemey, fakat bunu İmam Malik'ten algan. Şimdi yani başka nimelerden kelgen yollar. Demek bu misal. Demek İmam Malik'ninki şu başkalar rivayet kılmay fakat lan İmam Malik rivayet kılgan senet cihetteki ben cihetteki böyle hadislerin çoğulgan İmam Darukutni. Yani birisi yine El-Abrar diyen kitap İmam Darukutni'nin. Bu mu müşahedimi hadis gariplerninki örneklerini ayta sapalayımız. Ama hadis garip nurgun masnetlerde uçraydı, nurgun kitaplar uçraydı ama maksus derhal tapıdığın esas gariplerden tapıdığın kitaplar müşahede. Yani birisi السنن التي تفرد بكل منها أهل بلده لأبو داود السجستاني. Ebu Davud Sijistan'ınki ehli belde. Yani her bir şehir mesela sünnetki her bir şehir az yalnız okuyan sünnetli diyen kitap. Sünnetleri teferruat bir kullu sünnetin min ehli belde. Ve bunun her bir hadis kap bir şehir ehli okuyan yalnız okuyan. Mesela bu hadisine fakat ehli Medine'yle rivayet kılan hadisler ehli Mekke ve Mekke'ye ki başkaları rivayet kılmagan. Ya ki mesela ehli Kufa rivayet kılan hadisler misalen
Demek ma'lum şehir ahalileri yalğız rivayet qilib, etrafındaki başka şehirler rivayet qilmagan. Yani yolu köp bo'lsa aslida, lekin hammasi bir rayonlik, bir şehirlik adamlar yalğızdan rivayet qilgan hadislarni to'plagan bu Abu Davud Sijistonining kitobi. Demek buni qarasaqmi, maxsus biz shu nimalar hadislarni, g'arib hadislarni darhol topa olamiz deydi. Demek Mişa hikayegucha bizningki oldingi darsimizning davomi bo'ldi. Mushu hadislarninki bizlarga kelib kelish yana buningki hadisninki maqbulligi, mardulligi yoki sahih yoki zaif qana aloqasi yo'q. Faqat bu hadisninki bizga kelib kelish yo'llarininki oz yoki ko'p bo'lishiga e'tiboran shunda bo'ldik. Cho'ng jihatni ikkiga mutawatir, ahad deb, ahadni uchga bo'ldik. Yani javob mashhur aziz g'arib deb. Endi bu yerdagi yana bir taqsimot xabarlarninki onun kuvveti ve zaafiga nisbatan bo'linadi. Quvvat deganimiz uning kuchlik yoki ojiz, bu kuchlik hadisga, ya'ni ojizligimizga, demak bu hadis sahihmi, zaifmi yoki bu hadis javob mavzu hadismi? Endi buning qarta yana ayon bir taqsimot bor. Endi yuqorqi biz degan gaplarimizniki bu hadis mashhur hadis g'arib degan gaplarimizning buning hech qachon bu hadisninki sahih, g'ayri sahih aloqasi yo'q. Shunga hadis mashhur o'g'ay, uning sanadi javob mashhur o'g'ay, ammo hadisning bo'g'ay va zaif bo'lsa bo'laveradi. Demek şuna meşhurun içinde zayıfımı var, sahihsimi var, zayıfım var. Aziz demeklikten boyasının çava, azizden çava, sahihsim oldu, zayıfım oldu. Garip buluşan hadisden çava, garip hadisden çava, sahihsi buldu, bak bunun çava, zayıf oldu. Demek hem şu yolununki, hiç kayısından burasınınki nimesi alakası yok, ma zayıflık olan ya ki sahihlik olan alakası yok. Ama biz tarzı demek yoğun bilekten, mahsus şu hadisninki maqbul bo'lish yoki maqbul bo'lmaslik, sahih bo'lish, sahih bo'lmaslik, hadisning javob kuch, mandaylikka sahih maqbul bo'lgan chog'dimi, qaysi bek kuchlik, zaif bo'lgan chog'dimi, qaysi bek kuchlik, qaysi bu shoq kuchlik, qaysi bu zaif bo'lgan chog'dimi bir azalik bu bizniki deyil ilish uchun yoki javob ma'lum yaraydigan hadislar qaysi javob asla değillikime, itibarıma, şahitime, hem hatta yazışkım bulmaydıgan amanda zayıflar var. Demek bunun dereceleri hakkında toplumumuz, yani şu baktan tartib bizning gipimiz mahsus bularninki, hadisninki maqbul yoki maqbul etmesiga aloqador turlarni boshlaymiz. Endi men boya ders boshlashdan avval ekranga chiqib qo'ygan jadvalni ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Bu yerda umumiy jihatdan hadisninki nimasi şu kuchlik ve acizlik nuqtasidan bo'linishi mana hadisninki buning kuchlik ajizlik, ya'ni maqbul mardudlik nuqtasidan bo'linishi, ya'ni kuchlik ve aciz nuqtasidan cho'ng jihatdan hadis javob, hadis maqbul, hadis mardud bo'ladi. Mana qaramada hadisninki cho'ng jihatdan hadis maqbul deymiz, mardud deymiz. Hadis maqbul deganimiz javob bu hadislarning bizdeki asasen hadislarninki uninki rostlik tarafi kuchli bo'lgan. Ya'ni bu hadisning Rasulullohdan anglaganligi yoki Rasululloh deganlik ehtimolligi favqulodda yuqori bo'lgan tarafi, ya'ni anglaganlik tarafi kuchli bo'lgan hadis. Hamda mutawatir degan o %100 biz ko'zimizdan ko'p quloqimizdan anglagandek, mana 100% itiraf qilishga, tasdiqlashga majbur bo'lgan bir tur. Endi bu yerdagi xabar voidning ichidagi maqbul va mardud deganimizda maqbul deganimiz, masalan, bu hadislar asosan buningki rostlik tarafi, Rasulullohdan kelganlik tarafi kuchlangan, ya'ni tarjih qilingan taraflar hadislar bor. Buni biz maqbul hadis deymiz. Ikkinchisi mardud hadis. Mardud hadisda asosan hadisi zaif, ya'ni birisi mardud hadis. Bu hadislarninki bu mavzudan boshqa qolgan hadis zaiflar, bu nima degan gap desa, bu hadis zaif degan gap yolg'on degan emas. Bu yolg'on hadis emas. Hadis zaif deganimiz bu faqat buning Rasululloh tarafdan kelganligi yoki Rasulullohdan tarafdan buni rostlik bilan naql qilinganligi tarjih qilinmaydi. Ya'ni bu bizga javob azroq bir shubhalarimizni, gumonlarimizni yana javob ko'tarib oladigan bir deyillarga ishonmadik. Şu noktadan biz javob bu hadisda qolib qo'ydik, zaif diyor. Endi bu bizning gumonimiz, ya'ni bu Rasululloh buni degan gumonimiz kuchlik bo'lgan bir hadislar bor. Masalan, Matrukka o'xshash qattiq zaiflar. Ba'zilari sebeplerden zaif bo'lib qolgan hadislar bor. Buni ayrim bilimiz bu yerdagi
ayrim bir nokta. İkinci birisinden bir yerdeki biz dügen söylediğimiz hadisi makbul. Hadisi makbul çoğun cihetten mevcut makbul buldukun. Makbul kançı bulunursa makbul çoğun cihetten bu muçava hadis sahih, hadis hasan da bulunur. Ama hadis sahih mi işi cava işki bulangan sahih zatı sahih gayrida. Hasan mı işki bulgan hasan zatı hasan gayrida. Demek endi bu sahih zatı degan nima, hasan zatı degan nima, sahih gayrih degan nima, sahih zat degan nima? Buni bir tafsillaymiz. Demek hadis maqbul bizda qancha desa, hadis maqbul 4. Bizda 4 sahih hadis, hasan hadis, sahih gayri hadis, hasan gayri hadis nimadir va bu bizda maqbul hadislardir. Bu hammasi xabar void. Ammo kallamizda hech qachon qatama bir ta'kidlab qo'ydik. Mutawatirni sahih yoki g'ayri sahih deb nima qilamizki deb o'rinmaydi. Mutawatir mutlaq maqbul. U sahih va sahihning eng yuqori pallasida. Uningga anda mutawatir hadislarni maqbul, mardud, sahih o'puchi deb javob bilib o'tirmaymiz. Mutawatir deganlikning o'zi uningki maqbulligiga javob kifoya. Shu uningki o'rni favqulodda yuqori. Endi biz xabar vohid bo'lgan, ya'ni mashhur bo'lgan, aziz bo'lgan, g'arib bo'lgan mushahidislar, ya'ni xabar vohidlar bu çoğu ne bulunudu? Ama şundak makbul merdud da bulunudu. Makbul hadisten biz dediğimizde meşadeki hadisi sahih zatı, sahih gayri, hasan zatı, hasan gayri de dört türlü biz cevap hadis var. Anda meyadaki hadisin merdudlarının turuna ait köp. Hadisin merdudlarının turuna ait köp. Bunun itibarla olan bir yerde hazır desek uzak tutup kaldı. Bunu vakti keyen deyimiz. Bizim hazırki noktamız ama şu hadislerninki kuchlik yoki ojizlik nuqtai bilan u hadislarningki turlarga bo'linishi. Anada bu kitobga kirsak, kitobimizda xabar vohid o'zining kuchliligi, ojizligi, ya'ni maqbul yoki mardudligiga nisbatan bu mayli mashhur bo'lsin, mayli aziz bo'lsin, mayli g'arib bo'lsin, uning quvvati va za'fi ojizligidan ikki qismga bo'linadi. Birinchisi maqbul hadis. Yana birisi mardud hadis, ya'ni ikki. Maqbul, merdud deb hadischa ishki bo'ladi. Maqbul degan qanday hadisda mataraja sidqul muxbiri bih. Yana bu xabarni bizga yetkazuvchininki rostliqi tarjih qilingan. Rostliqi javob kuchli bizning nazarimizda shu videoni tugab, zada bu nima qilgani va cho'qim Rasulullohdan anlaganligiga nisbatan, mushadisni bizning Rasulullohdan anlagan yetkazgan odamninki rostligiga nisbatan bizga hech qanday bir nimiz javob rostlik tarafi tarjih qilingan hadis. Endi bu yerdagi buningki hadisning hukmi, hadis maqbulning hukmi nima desa, uningga hujjat keltirish, uning bilan amal qilish vojib. Demak, uning bilan hujjat keltirib bo'ldi, uningga javob amal qilishimiz vojib bo'ldi. Bu maqbul hadisning hukmi. Demak, maqbul hadis boy jadvalda ko'rsatilgan 4 turlik. 4 turlik hadis bu maqbul hadis. Endi buni ta'riflarga ayirib kiramiz. Bu 4 turlik hadisga esa hargizmi bu sahih deganlik yoki cava sahih zatli gayrida mushassan deganlar bu hadisning cava 100% anda biz ko'zimizdan ko'rganda quloq bilan anglagandek bunda rost degan olmaydi. Faqatlan buning cava rostlik tarafi tarjih qilinib, buning cava yolg'onga bo'lgan ehtimoli demoqan o ojiz bo'lgan taraf. Ya'ni bu dalil bilan kelgan bir nima yo'q va yolg'onning nimasi yo'q, uningki ehtimollik yo'q. Delilsiz ihtimolliklar bo'lishi mumkin, ammo dalil bilan kelgan bir yolg'onlik qildigan va gumon qo'zg'aydigan dalillar qolmagan hadisni biz maqbul deymiz. Merdud mucho o uningki muxbirininki sidqini rostligi tarjih qilinmagan hadis. Ya'ni muxbirining xabar beruvchininki rost so'zlaganligi tarjih qilinmagan. Endi buni javob yolg'onchi degan gap emas. Zayd hadisning hammasi yolg'on degan gap emas. Merdud hadisdan bir yolg'on degan gap emas. Faqat nima? Faqat buningki sidqi tarjih qilinmadi. Buningki yolg'on bo'lish tarafi javob biza muqolda var, ko'p qoldi. Yolg'on degan emas. Ehtimol, ehtimoli kuch ko'p qoldi. Faqat uni rostlik tarafi tarjih qilinmadi degan gap. U yolg'on degan emas. Buning hukmi nima desa, uning hukmi uning bilan hujjat keltirib olmaydi, amal qilib olmaydi. Uni amal qilish vojib emas. Hujjat keltirib uningga, "Voy hadisda bunda deb batdi, miyada falan kitobda bunda chiqqan, qavli Rasululloh deb balkan" deb buncha va ma'lum bir ahkom shar'iy boblariga javob dalil qilib olmaydi. Yana birisi javob uningga amal qilishimiz bizcha vojib emas. Demak, bir ma'rud hadisdan birodin ma'lum bir talab yoki cheklamalar keldi. Bizning uningga amal qilib, shunga bo'ysunishimiz vojib emas. Ma'vo buning hukmi.
Meğer bu makbul olsun, belki mevcut olsun. Bu hadislerin her birininki nurgun aksamları var. Yani makbulun bayılığımızda 4 tane kısmı var. Mevcutun ucağı nurgun kısmı var. Mesela onunki ayıbı ne kısımları. Bu kısımların hemmisininki bunun tafsilatları var. Bunların hemmisi biz müstakil iki dersinde sözlerimiz inşallah. Makbulun babı, mevcutun babı her ikisininki bu nime sebepten makbul, nime sebepten mevcut şu sebeple kiremiz. Hadi bunu aldırıp gelmesen lan. Hemşehrdeki hazır günümüzde. Makbul hadis. Aşkallan oldu ki cık sualdı. İkili çok kaldı. Bazı nurgun xehlan ıgızımı anlap kalımızken. Hadis zayıf dese o yalgan hadis deplikinde. Hadis mevzu yalgan. Hadis mevzu da birisi tokulma. Bununki Resulullah tarafından tokulgan lıkı değiller ispatlangan bunda bir hadisler var. Mevzu ismi. Bu adam bazıları hadis zayıfla katara tıkkan. Bazıları ayrım bir tür sanagan. Bu zayıfla hadisinin türünün katarda emas. Bu ayrım bir tokulma nesi depelik. Bunu hadis yapmada çıkılmaydı. Mevzu da bataydı. Yani bu tür, yani şu mevzu diyen tür bu yalgan. Ama onunki kağalları bunun cevabı yüz yalgan diyen gelmez. Zayıf diyen gelmez, yalgan diyen gelmez. Fakat onunki sidikul muhbiri bih nima kılıngan var, tercih kılınmagan hadis demek. Hoş. Onda da bu makbul haber qandar ise birinci kısım makbul haberinin kısımları, yani qanşuluk makbul bar edi. İkinci kısım makbulning ichidan amal qilinadigan va amal qilmaydigan. Hadis sahih bo'lishi bilan yoki hadisning javobi hasan bo'lishi bilan hammasi amal qiladigan emas. Hadisning javobi hadis biri avval bu nima bo'lishi kerak va maqbul bo'lishi kerak. Biz yuqorida maqbul hadisning hukmini nima desak, uni amal qilish vojibdir. To'g'ri. Har qanday maqbul hadisga amal qilishimiz vojib. Ama bir bölük makbul hadisler baki, yani makbul hadisler baki, bu üzerinki aşağıda biz hal kılıştık işlik ma'lum taarruzlarını haliyemiz. Endi bu yerde, bu şeyde bununla to'xtab turgan bir yerlerimiz var. Bunu biz makbul içindeki qaysilarga amal qilamiz, qaysini to'xtab turamiz. Bu yerda biz ayrim bir bab bo'lsa deymiz. Anda da biz birinchi babga kirib kelsak, birinchi tadqiqotimizga maqbul hadisning qismlari. Maqbul hadisning qismlari bu hamda hammasi maqbul. Hadisninki 4 bilimimizda 4 dan qism bor. Sahih zati, sahih g'ayri, hasan zati, hasan g'ayri. 4 qismning hammasi maqbul. To'g'ri. Ammo hammasi maqbul bo'lsa-mu, lekin buningki nimasiga nisbatan va martabalarninki farqiga nisbatan. Ya'ni kuchli qaysidan kuchli. Qaysidan ustun turadi. Bu martaba degan tushunsiz-ku. Mushunga nisbatan bu nima bo'ladi? Cho'ng jihatdan la qismayni raisi. Asosli ikki qism bo'ldi. Kichik yıldızda ikki qism. Bu ikki qism o'z ichida ikkidan bo'linib 4 javob bo'ldi. Masalan, bu ikkisidan har ikkisi kullu minhuma, o ikkisining har biri ikki qism bo'ladi. O ikkisi mutavval lizatihi g'ayri. Ya'ni bir sahih, hasan, u ikki qism bo'lib sahih lizati, sahih g'ayri, hasan lizati, hasan g'ayri. Şunlar maqbulning qismlari oxirgi hisobda 4 qismga qaytib bordi deydi. U 4 qismga borgan qismi sahih lizati, hasan lizati, sahih g'ayri, hasan g'ayri. Endi bularning hammasining qaysidan kuchli, qaysidan chava, farqi yuqori turadi. Agar tarjih qilish kelgan chog'da qaysi bo'ldi olamiz. Bularning hammasiga biz ma'lum tafsilotimizda javob beramiz. Endi bu taqsimotimizning javobi birinchisi hadis sahih. Endi sadece bu maqbul hadislar 4 qism dedik yuqorida. Bu 4 qismning hammasininki azajat mush maqbullik tarafininki e'tibori maqbulning yiltiz bo'lgan mush hadis sahihninki mushu tadqiqotiga ergashib bo'lmaydi. Chunki hadis sahihninki shartlarini, hadis sahihninki talablarini, hadis sahihning tafsilotlarini tafsili o'qigan odam balkim o keyingi bablarni osonlikda o'zlashtirib oladi. Chunki keyingi bablar hammasi mushuni chiqargan. Masalan, mushu shartlarga bog'liq asosda tushuniladi. Shu hadis sahihning shartlari favqulodda zo'r va ma'noga ko'proq diqqat qilsanglar demak. Hadis sahihning ta'rifasi hadis sahih degan bizning lug'atda sahih deganning ta'rifatiga sahih degan gap saqimning ziddi. Bu aslida jismlar ishisi to'g'ri bo'ldi. Jismlarda haqiqatning fil ajsam, jismlarda haqiqat bo'ldi. Ammo hadis amma qolgan ma'noda, masalan, mafhumga yoki bunda bir nimza obsrat hukmlarga ishlangan vaqtda buningki majozda ishlangan bo'ldi. Buni biz deymiz-ku, agar bir inson kasallab qolsa, kasal saqo sahih deymiz. Masalan, yakanda ma'lum bir moddiy shaylar ishlangan chog'da buning ismi nima? Haqiqat nuqsi ishlangan bo'ldi.
Ama ma'no ishlangan chaqda yana buni biz majozan ishlatdi deymiz. Demak, endi hadismi bir so'z ma'no ishlangan bo'lg'achqa, bu yerda biz buni majozan ishlatildik. Bu sahihda demak. Sahih degan nima esa sahihla mushu bilan. Mattasala sanaduhu bi naql al-adl az-zabit an mislihi ila muntahahu min g'ayri shuzun wala illa. Mao intayin zur bo'lgan taifadan birisi mao shu sudak yadov ketmasa aslinki keyingi boblarga ig'ir ta'sir bor. Buningki mushu ma'nosi nima desa, hadis sahih degan. Hadis sahih degan u hadis qo'shundag'i sanada muttasil bo'lgan ittasala sanaduhu. Sanadni tushundan oldinda sanad deganimiz bizga raviylardan iborat. Bizni hadisga yetkazadigan shundag'i raviylar zanjiri. Demak, bu zanjir birisi bizga qo'ygan va shunda bog'lanib ketgan, ayrilmaydi, bog'lanib ketgan. Ittasala sanaduhu uni sanada muttasil bo'lgan, ya'ni bog'lanib ketgan, uzluqlik yo'q. Yani üzlüklük yok demekçi mesela sahabe Resulullah'dan rivayet kıldı bir sahabe, bu sahabe şu vakayını öz kuzuyla köydü. Öz kuzuyla köydü, rivayet kıldı. Demek bu hadisindeki vakalikle sözlep bergüç arasında hiç kanda fasıl yok. Üzüp kalan ahval yok. Muşu sahabe hadisini yetküzdü, onu bir tabi'in öz kuluklarını anladı. Üzüp kılış yok. Onundan keyin o tabi'in rivayet qilgan chaqda yana bir tabiiy tabiincha o hadisni javob angladi, o'z quliqdan angladi. O da anglab dikkan emas, o'z bevosita angladi, mubashiratan angladi. Oyliq pasil chiqqan uzib qolmadi. Mushunda qilib ta ashunga qadar sananing oxiriga qadar davomlashgan bo'lsa, buni biz javob ittisoli sanad deymiz. Ya'ni sanadda muttasillik bor. Agar tushib qolgan bo'lsa, masalan tabiindan birisi qopab, men Rasululloh munda degan, Rasululloh munda qilgan degan bo'lsa, o tabiin Rasulullah'ın qilgan, Rasululloh so'zlagan zamonda yo'q. Demek ki mishada bir kishi tushib qolibdi, bu tabiin yo'qdi deb bir javob shuni faraz qilamiz ku. Demek bu yerda inqito deymiz, ittisol yo'q yerda. Masalan bir tabiiy tabiindan birisi qilib sahoba masalan Anasdan yoki Abu Hurayra sahobadan bir tabiiy tabiin rivoyat qildi. Bu tabiin emas. Sahabe bunda degan bo'lsa, bizningki o'ttirda bir halqa, bir fasil, ya'ni shu xabarni anglagan bir kishi tushib qolgan bo'ldi, biz inqito deymiz, ya'ni ittisol sanad yo'q degan. Ve ittisol degan narsa. Ya'ni sanadi muttasil bo'lgan. Endi sanadi muttasil bo'lgan chaqda nima bilan muttasil bo'ldi o? Raviylar muttasil bo'ldi. Raviylar zanjirda-ku, odam zanjiri o. Bunda temir zanjiri emas, odam zanjiri. Demak, sahabiga tabiin bağlandı, tabiinga onun keyingi tabiiy tabiin bağlandı, ondan keyingisi birisi bilan bağlangan. Demak, bu bağlangan nima o? Raviylar. Endi bu ravi deydi. Binaqlil adl zabit. Bu adl zabit mishadiki binaqlil raviyil adl zabit. Bu adil zabit bo'lgan bir ravini naql qilishlar. Adil va zabit bo'lgan ravininki. Demak, buni rivoyat qilgan ashadagi zanjirdagi shu har bir ravisi ham adil. Demak, adilligimiz ta'rif keyin chiqadi. Adilligimiz musliman baliban aqilan salim halal marvadab. Demak, mishadagi mushu 5 xil sifat tushgan adil hem o zabit bununki zihnini aqlushi, o saqlash qobiliyati, o ma'lum bir narsalarga ko'ngil bo'lishdagi ehtimoliga aloqador bo'lgan sifat. Ammo shu hem adil hem zabit bo'lgan bir ravi tarafidan nima qilingan va naql qilingan sanadi muttasil bo'lgan. En mislihi ila muntaha deydi. En misli ila muntaha muhim. Osh muslim tatib ta oxir qadar, ya'ni shu uzu o'xshini ta oxir qadar. Mesela sahabedan keyin tabiin adil zabit bo'lish kerak. O tabiindan keyingi bo'lgan tabiiy tabiinmi o javob adil. Bunda hammasi o'zinikini mislida o'xshash birisi-birisiga shunda adil zabit bo'lgan. Yana Imom Buxoriy adil zabit masalan, Imom Buxoriyning ustozi adil zabit. O birisi-birisini adil zabit deb ta oxir qadar, ya'ni bizni sen avval sahoba tarixiga qadar hammasi o'xshash adil zabitlar tarafdan naql qilingan bo'lsa, naql qilishdan sanad muttasil bo'lgan bo'lsa, bu hadis mudroa sahihdir. Min g'ayri shuzuz va la illa. Bunda hech qanday shozlik yo'q, illat yo'q deydi. Endi shozlik deganimiz keyin ayrim chiqadi, hadis shuzuz deb. Shuzuz deganimiz hadis va raviylarda masala yo'q. Hadisda ittisol sanadda masala yo'q. Hadisda boshqa kasallik yo'q. Ammo bu hadis mushum hadis
Üzüzden sehiyroq bir hadisqa yoki üzüzden avsaqroq, üzüzden asahroq bir yo'lga boqib qolgan bo'lsa, zikib qolgan bo'lsa. Masalan, buningda biz gumonlanmaydik. Bu hadis maqbul hadis o'tdi. Ammo buning mazmuni, buning san'atdagi bo'lgan ma'nosi nimaga keldi? Üzüzden sehiyroq qilganimi keldi, muxolif kelgan bo'lsa, buni shozliq deymiz. Demek bu hadis şundaq cevap muttasilken, adil zabitler rivayet kılınıptı. Bu hadis hem başka üzgün güçlük boğan bir hadis karşı kelmepti. Boğan bolsa, bu ismidir ve sahihdir. Beşinci şartı ve la iladeydi. Yani bu illetin olması gerek, bulması gerek. İllet deydim, illet desem buna karşıdak bu bir sebep hadisinin sahihliğine tesir gösteren bir sebep de karayımız var. Endi bu yerdagi illat degan hamma narsa bu hadisning sahihligiga ta'sir ko'rgan butun sababning hammasi mudir o illatdir. Shuzuzlikmi bir illat, issolat sanad bo'lmaslikmi illat, adil zabit bo'lmaslikmi illat, hammasi illat. Ammo bu yerdagi illatdan bo'lgan maqsad nima desa, u yuqorqilari hammasi zohir bo'lgan illat. Masalan, issolat sanad bo'lmaganligini biz javob tashriq bilan farqlaymiz. Masalan, bir tabiin qoli rasululloh desa, o sahoba bo'lmayligida, chuqur bir sahoba chiqib qoldi degani bilamizmi? Yelkende cevabı şunundak her bir elik bizdeki hadis zayıfның türlerdeki bütün bablarının hemmisinin cevabı layık ölçüm bu. Ama miyadaki illet görürse illet bu yukarıdaki nimelerden kova kavrasak zahirisi şu şartlarının hemmisi mükemmel tuluklagan. Ama bunu layık inçki bo'lgan bir muhakkikler yoki inçki bo'lgan bir tadqiqotchilar farqlaydigan nazik bir nuqtaga bog'langan bir illat va biz buni illat deb ataymiz. Demak, mush illatdan, mushu shozlikdan xoli yo'q, adil zabit kishining naql qilishi bilan sanad muttasil bo'lgan hadis buni mudur bu hadis sahihdir. Bu şerh kelsak bu ilgirgi ta'rifimiz yuqoriga ta'rif bir qanchilgan, ya'ni hadis sahih bo'lish uchun tepilishi vojib bo'lgan bir qanchilgan ishlarni o'z qatoriga oldi deydi. Bu ishlar qaysi? Birinchisi ittisoli sanad. Avvalingimizda istisol ma'nosi har bir ravi hadisni o'zining yuqoridagi odamdan bevosita mubosharatan orliq fasil tushib qolmay, bevosita nima qilgan bo'lishi kerak, olgan bo'lishi kerak, sanadning avvalidan to oxiriga qadar. Demak, mana shu sahabisdan tabiini bevosita olgan, tabiindan tabiini bevosita olgan, orliqcha tushib qolgan odam bo'lmagan bo'lishi kerak. Bayda bo'ldik. Ikkinchisi adolatul ruvat. Bu şu her bir çıqqanmıgan ravilarning hammasi o adalet sütunu uzamada istemgan bo'lish kerak. Ravilar hammasi adil bo'lgan bo'lishi kerak. O adillik deganim degan gap o o'zining qatida tuandagi ma'noni jo'g'laydi. Birinchisi, yana o ravilarda har bir ravi o'zininki musulmon bo'lishi, yo'q, musulmon bo'lishi. Ikkinchisi javoninki bog'liq bo'lishi, yana o aql bo'lishi, buning fosiq bo'lmasligi. Endi javob 5-si buning javob marua, yana bunda bir odamiylikka, normal axloqqa zid keladigan narsalardan javob xoli bo'lgan bo'lishi kerak. Demak, mushu 5 narsani sifatlangan chog'da bir inson, ya'ni bir ravi adolat bilan sifatlanadi. Endi bo'lsa musulmon bo'lishi, ya'ni bir kafir va musulmonga ishonmaymiz, tabiiyligida bu aniq gap. Biri baliq bo'lishi. Endi baliq bo'lishimiz chuqur hadisni rivoyat qilgan chog'da, bizga yetkazgan chog'da o inson, ya'ni u ravini bo'lgan bo'lishi kerak va bog'liq bo'lishi kerak. Unda kichik bolaning 6-7 yoshlik bolaninki rivoyat qilgan, ig'izdan chiqqan, bizga yetkazgan adasi va u yetkazgan rivoyatiga asoslanib bu hadis qilib qolmaydi va sahih bo'lmaydi. Demak, hadis sahih bo'lish uchun bu inson baliq bo'lishi kerak. Ammo bir mishadi bir gap bor, hadisni qabul qilgan chog'da, masalan, o kichik talib chog'da o'qib ekan, hadisni yetkazgan chog'da baliq bo'ldi, ammo hadisni qabul qilgan chog'da baliq bo'ldi. Masalan, sahabelerning kichiklari, masalan, kichik sahabelar shu o'zi balog'at kelmagan 8-10 yosh chog'ida Rasulullohdan bir hodisalarni ko'rdi, yetkazdi. Bular ba'di shuning o'xshashligida ma'lum bir sana shu nima davrida, rivoyat davrida ma'lum bir talib madrasasiga kirdi, 7-8 yoshda balog'at yetmagan. Mush vaqtda hadislarni oldi. Hadisni qabul qildi. To'g'ri. Ammo hadisni shu chaqda rivoyat qilsa, uning rivoyati bilan hadis chavasa bo'lmaydi. O baliqlik shart tepish kerak. Ammo o shu chaqda anglagan hadislarni, shu balog'ga yetmagan chaqda anglagan hadislarni nima qilgan chaqda baliqga yetib bo'lgandan keyin rivoyat qilgan bo'lsa, bu hadisdan shartga tushgan bo'ldi, bu hadis javob sahih bo'lavergan bo'ldi. Bu ayrim keyin to'xtalamiz bu haqda. Yana birisi aqllash. Bu aqllash deganimiz javob desa, yana buningki anda majnunlikdan yo'qamda bo'lib qolsa, tabiiyligidan bo'lmaydi. Yana birisi fasiq olmaslik kerak.
Endi fasiq deganimiz bir qanchaligan to'g'ri mesela aqidadagi fasiqlik, yana birisi amaldagi fasiqlik. Endi o fasiqlikninki ba'zi bir turlari bor. Yana bu shu masalan biz oddiy bunda bir atashda bunda fasiq deb atab qo'ygan, ammo u bunda bir aqida yoki amallarning asli arkonlariga ta'sir qilmaydigan. Buni bunda bir tilda javob fasiq deb javob atilib qolgan, ammo bu mohiyatda dinning islohi bo'yicha fisq deb atalmaydigan ishlar. Bu emas. Faqat dinninki nimasida va yiltizida fasiq deb nima qildigan va sifat ligiloldigan bunda qiliqlarni qilsagan odamning hadisini bilolmaydi, sayyolanmaydi. Ammo u yana birisi nima bo'lgan bo'lishi kerak? Maruatdan. Endi maruatni qildigan ishlardan xoli bo'lish degan gapimizda maruatni qarshi chiqib, maruatni buzgan kishiningki hadisi. Maruat deganimiz bir odamiylik, oljinoblik. Masalan, beparvo bir noitdan vaqtdagi odamlar bor. O'zininki bir axloqqa yoki bir odamiylikka, yana shunday normal bo'lgan bir kishilik nimasiga diqqat qilmaydigan. Bunda kishilarninki hadisi ilmaydi. Shunga qadimlarda ba'zi kitoblarninki oyshalarda yozildi, masalan, ba'zi nimalarninki kaptavozlarning hadisi ilmaydi, u bo'lgandek. Demak, bunda esa bu ma'lum bir normal bir jamiyatimizmi bor, normal bo'lgan bir oliyjanob yoki normal bo'lgan odamlar qilmaydigan, bu qilgan odamni ko'rganlik odam bu odamninki nacharligini buni mundami qilamiz deb bir ayiblaydigan bir noiti munda bir odamiyligini chiqarib o'tadigan odamni odamiylikni buzib qo'yadigan bir ishlar bor. Shunday ishlarga shug'ullangan odamninki buning hadisicha sahih bo'lmaydi. Demak, bundan xoli bo'lish kerak. Endi üçüncüsü birisi bu biz ikinci şartdan keyin üçüncü şartga o'tdik. Üçüncü şart bu hadisdagi an adl zabit. Ya'ni hadisdagi ravida taqvolik, adolat. Buni taqvolik musulmon baliq ekan, aql ekan, fasiq emas ekan, taqvo ekan, bu noit oliyjanob ekan. Bo'lgandan tashqari buni aqli, ya'ni zabtur ravi deganimiz ravilarning zabti buni shart qildi. Zabit bo'lishi. Zabt ish qism hadisdan bo'lish kerak va ravilerin her bir ravi tamamız zapt olgan bo'lishi kerak. Ya'ni zapti to'liq bo'lgan ravilar bo'lishi kerakki, u zaptisi meni zapt sadr bo'lsin yoki zapt kitob bo'lsin deydi. Demak, endi zaptni biz ayrim to'xtalamiz. Zaptni ulamolarimiz ikki qism, cho'ng jihatdan ikki qism. U zaptining bir qasi desa, u zapti degan qanday sifat desa, zapti degan bir xabarni olsak yoki xabarni anglasak, shuni anglagan peti yetkazishga insonni qodir qilgan bir malaka, qobiliyatni zabt deymiz. Demak, bir xabarni ko'rdik, o shuni unutib chalqab qo'ymay, yoki u yolg'on bir narsa elimda qalimizga shu biri paydo qilib igizbaz joylamay, o shuni ko'rgan peti, o shuni anglagan peti o'z peti tuvandikilarga yetkazoladigan, ya'ni yetkazishga biz nima qilgan, ya'ni qodir qilgan bir iqtidorni biz zabt deymiz. Mushu zapti tepilgan bo'lishi kerak. Bu zapti tam bo'lgan bo'lishi kerak. Aslida nima bo'lgan farqi bor. Tammiz zapt bo'lgan bo'lishi kerak. Andada u zapti kitob bo'lsa, zapti sadr bo'lsa demasa, bu zapti ikki qism bo'ladi. Masalan, ba'zi odamlar va xabarni ko'radi, o shuni yodlab, o'zining qalbida va anglabligida o'z peti ko'ndiga o'z sahobaning ko'pincha aytib oldi-ku, Rasulullohning hodislarini angladi, ko'rdi, o'z peti igiz bas qilmay, kam ziyoda qilmay, tuvandikilarga o'z peti yetkazdi. Demak, bu chava zabt sadr yana. Ammo yana birisi zabt kitob. Zabt kitob qilsa bir tabiin hadisni chava so'zlab bergan. Bu tabiiy tabiin bo'lgan uning shogirdi hadisni chava angladi, anglash bilan birga chava kitobiga yozib oldi. Kitobiga yozib olgan chiqib, buni yozib olgan chog'ida uni yozishi Nayet ölçemlik bu cevap bunda kim ihtimal tutup onu pəni tədəb oxub qaldığan, yani cevablarla oxub qaldığan emas, nayet ölçemlik yazıldığan. Ondan keyin bunu yazıb bolğandan keyin onda xalığançı oylusda ya bir yerdəki çoğulayıb qap qoymay, bunu cevap nayet sanduq set nayet yazılğan geplərinin ki, yazılarının ki özgürlük işinin aldını alalaydıgan bir şart asıda saqlab munda qılğan bolsa, bunu cevap zapt kitab deymiz. Endi muşu gerçi onun kallasında edis yada olmasıma Hadisni mushunda bo'shan guyda saqlagandek nayet nima saqlab, puxta bexabar ishqab saqlagandek nayet puxta saqlab, kitobni mo'java nayet obdan xirvelab, shu kitob bo'yicha naql qilgan bo'lsa-mu, yana chava bu hadisni yetkazgan bo'ldi. O'xshash farq etmas. Mayli u yadisqa
zabt sadriga ya da qilgan bo'lsin yoki chava kitobini qilgan bo'lsin chuqur uning zabtisi tam bo'lishi kerak. Ama zabt kitobat sharti nima u bularning nimasi buni ayran so'zlaymiz. Yani birisi bunu şaz olması gerek deydi. Hedis sevilişin şerdi. Qadisa hedis şaz olması gerek. Şuz degan sıqanın, yani adil zabit bo'lgan, yani sahih şertiga to'shadigan bir kishininki liman huwa awsaq minhu. Yani unudummu sıqaroq, unudummu bir ustun derajadagi sahih bo'lgan bir yo'lga nima qilishi, oningki zikr qilishi. Üzdüm üstün bo'lgan bir sıqaga zikr qilishini, qarshi qilishini biz shozlik deymiz. Yani demak bu hedis normalde bu kişi ceva sıka kişi. Bunun hadis ceva sahih bo'lgan hadis. Ama bu üzüldüm mü sıka? Mesela elaqı emmeden hoş olmaydı o. Yani üzüldüm mü işencelikrak bo'lgan bir yolga vakilda bir hadisqa zikr kelgan bo'lsa bunu shozlik deymiz. Demak bundan muhalefet olması gerek. Demak bu hadisninki sahih bo'lgan şartlardan birisi. Yana birisi nima desa o illatning bo'lmasligi. Yani hadis ma'ul bo'lmasligi kerak. Ma'ulnikin ayrim bir babba ma'ul haqida to'xtalgan bunay insiga illat qazda sababun g'amizun xafiyun yaqdu fi sahhatlis. Yuqorqi bu oshkor emas. Bu sababun g'amizun xafi. Bu yaqdu fi sahhatlis. Hadisning sahihligiga ta'sir ko'rsatadigan nihoyat yushrun, nihoyat maxfiy bo'lgan sabab. Shuningki zohir hadisning tashqi ko'rinishi osh illatlardan nimadir va hammasini pak. U illatda hech qanday yo'qligidek, hech qanday nuqson yo'qligidek ko'rinadi. Amma lekin buningki tigida nayt inchki tekshirgandan keyin nayt cho'ng ijtihodlardan keyin bu hadisning sahihligiga yetkazadigan ma'lum sabablar deb bo'ldi. Buni biz hadis ma'lul deymiz. Demak, hadis bu shunday illatlik bo'lishdimi saq bo'lish kerak demak. Endi bu shu hadisninki sahih shart nima ekan desa, hadisninki yuqorqi hadis sahihning shartlarini biz ta'rifdan chiqaramiz. Ta'rifni tushundirish uchun shu namoyon bo'ldiki, bir hadis sahih bo'lish uchun tepilishi, yani tepilish vojib bo'lgan sahihning shartlari nimadir va baktur. O ittisol sanatdir, adolatur ruvatdir, zabtur ruvatdir, adama shuzuz, adamul illa. Demak, mush 5 shart tepilgan hadis, o hadis sahih bo'lgan bo'ldi. Agar mush 5 shartdan bir shart nima qilgan bo'lsa va yo'qolib ketgan bo'lsa, nuqson uchirgan bo'lsa, bu hadis asla shu vaqtda nima qilmaydi va hadis sahih deb atalmaydi. Şu vaqtda haynayizin sahihan o hadis sahih deb atalmaydi. Hadis sahihdan chiqib qoldi. Mesela bu hadis sahihning misoli qarsak hali İmam Buxari sahih Buxari'de keltirgan hadis Cami Sahih'da deydi. Haddasana Abdullah ibn Yusuf. Yani İmam Buxari'ning ustozi kim? Abdullah ibn Yusuf. Deydi İmam Buxari'ning ustozi Abdullah ibn Yusuf deydi ki qal akhbarana Malik. Akhbarana Malik. O İmam Malik nimada İbn Şihab'dan, İbn Şihab Muhammed ibn Jubayr ibn Mut'im'dan u bo'lsa u dadasidan, dadasi kim? Dadasi Jubayr ibn Mut'im. Bunu rivoyat qildi. Dedi ki Jubayr ibn Mut'im anladım men Rasullardan qara'fil mag'rib buttur namashamda suratini o'qiganday. Demak biz kelgani mush hadisda mush sanad mush o'lcham bilan kelgani hadisda edi. Nimishqa bu hadisda sanadi muttasil. Masalan hamizda bu yerdagi muttasillarga qilgan siyg'lar bor. Ma turuqul ada va tahammulni so'zlaymiz. Ada siyg'lari haqida qaysi siyg'larga ittisol sanadga qilib qayslar qilmaydi. Mush haddasana sami'tu degan mush labzlarning hammasi axborot labzlar bu chog'da bevosita aldım degan gap. Bevosita aldım. Sen so'zlab berdi bizga Abdulloh ibn Yusuf degani men bevosita aldım degan gap. Demak, haddasana degani bevosita anglabdi masalan. Axborona bevosita aldım degan gap. Demak, bu yerdagi labzlarning hammasi İmam Buxorininki Abdulloh ibn Yusufdan ishlatgan labzi haddasana. Demak, Abdulloh ibn Yusuf İmam Buxori bevosita anglabdi sanat bor. Abdulloh ibn Yusuf dediki İmam Malik bizi xabar. İmam Malik'ten bu Abdullah ibn Yusuf bevosita anglabdi. Axborona shuni qilib qildi. Bu yerda qanday endi buning ravilarning har bir ravi o'zining shayxidan javob bevosita anglagan. Axborona hadisana deb. Va anshihab ana musrago bularni ham bevosita anglagan. Endi bu yerda savol chiqadi. Bu haddasana axborona degan o bevosita anglagan qildi ekan. Masalan İmam Buxoriy Abdulloh ibn Yusufdan bevosita anglabdi. Abdulloh ibn Yusuf İmam Malik'dan bevosita anglabdi. İmam Malik ibn Şihab Zuhri'den bevosita anglaganligida qilgan gap yo'q. Ant ibn Şihab Zuhri deydi. Endi degan o nimaga ittisol sanatga da'vat bevosita da'vat qilgan labz emas. Mesela İbn Şihab Zuhri'den, o Muhammed ibn Jubayr'den, o çağa dadası Jubayr ibn Mut'im'den bunda rivayet qilib. Mal demes anva o desa, amma İmam Malik'nin İbn Şihab Zuhri'ninki
İbn Cübeyr'in işletken an'anasi, yani en fulan en vago, en Şihab'ın, İbn Şihab'ın, en Muhammed Cübeyr degan mush ellarni o'zi ittisoqda qildi. Chunki bu yerdagi u raviylar, mush 3 raviy hammasi mudallis emas. Yani o'z anglamagan bir gapni, yani vositalik anglagan gapni bevosita anglaganlikni vahmlantiradigan bunda saxtafazlin emas. Mudallis degan kim desa, tadlis degan emas, yana o'zi bir davrda yashagan, ammo uni javob bevosita nima qilmaganligi, bevosita anglamagan bir vaqalikni ağırlıktaki adamın çünkü özüptü, xuddi bevosita anglagandagidek rivoyat qildigan munda bir raviylar var, buni ismi mudallis, yani saxtapazlar. Endi niyadagi bir bo'lak mush en sig'isi ixtisosak daqlamdi qilmam degan ixtilofimizda biz keyin chiqdi. En sig'isi agar mudallislar tarafdan ishlagan bo'lsa, ya'ni tarixda bir qatim bo'lsa-mu tadlis qilgan, ya'ni bevosita anglamaganni anglaganda ko'z tutish uchun enni qo'llanilgan bunda bir ayib. Muşunu hayatında bir qatam qilib salgan, yani tadlis qilib salgan adam bo'lib qolgan bo'lsa, buningga enni ishlash bilan ittisosdan isbotlanmaydi. Ama İmam nimadek va İbn Şihab İmam Malikdek, İbn Şihab Zuhriydek, Muhammed ibn Cübeyr'dek, endi bulardek nima qilgan bo'lsa, bunda hayotida anda tadlis bilan shug'ullanib boqmagan odamlarni ishlatgan an'anasi, ya'ni an'ana degan shu an degan lafzlar ittisol sanat qildi. Bu yerda ittisol sanat bor. Demakki, ittisol sanat hadis sahihlikning shartida, endi biz buni tashriq, endi buni nurg'un tashriq yo'llari bor. Endi bu yerda qilib bo'lmaydi. Buni tarixini tashriqlagan gap, buningki ushashmaganligi, hadisni olmaganligi, buning qandaylik yo'ldan bu nurg'un yo'l bor. Endi biz buni az deb bo'lmaydi. Chiqib mishada ittisol sanat bor. Shu yuqoridagi raviylar uzun yuqoridagisida nima qildi va bevosita hadisni olgan demoqchi. İkinci birisi bu raviylarning hammasi adil zabit. Mesela qayli İmam Buxoriy dedi o, İmam Buxoriy shak yo'q, o imam o. Deydi Abdullah ibn Yusuf ustozi. Onun işte maliyken demek bularning hammasi adil zabit bo'lgan raviylar. Mana shu ularning sifati ulamo jarh va ta'dil, ya'ni shu ulamolarningki jarh va ta'dilningki nazarida, ya'ni shu raviylarning ma'nan hadisi maqbul, ma'nan hadisi mardud deb baho beradigan bir muhakkik ulamolarimiz var. Jarh ta'dil ulamoları da. Yani shu raviylarning sifatini bekitadigan. Shu raviylar nazarida bu yuqorqi raviylarning hammasi adil zabit bo'lgan siqa raviylar. Mesela Abdullah ibn Yusuf deganimiz İmam Buxoriy ustozi o, bu siqa va mutqindir. Siqa bu mechava yuqori daraja. Yani bu siqa keyin mutqin bilan ta'kidlangan bo'lsa, bu chava uni adolat zabt ham adolati favqulodda yuqori. Siqalik ham mutava onunki mutqinlikni ikkisini o'xshash ta'kidlanganligi bu yuqori darajadagi hadis hayotgan kishilarning birisi. Endi bu ikkinchisi imom uni keyin Malik ibn Anas. Malik ibn Anas kelsak hammamizga mashhur bu imom hafiz, buningki adolatida, buning taqvoligida, buning zabtida, buning hech qanday shak yo'q. Endi buningki qancha desak gap uzrab ketib qoldi. Demakki bundan masala yo'q. Yana birisi İbn Şihab Zuhri. İbn Şihab Zuhri degan bahası ulamolarimizningki bahasa faqihun hafizun muttafaqun alayhi. Demak buningki kattalik mutqin ekanligi ittifoq qilingan hafiz faqih bu javob siqa olim. Hattoki yuqori oldi qatam so'zlab ketgan kishi shu, tunji bo'lib hadisni to'plashga qadam bosgan, hadislarni to'plagan eng katta muhaddislarimizdan bu ham adil buningki ipida rostligiga biz javob sallamna deymiz. Yana esa Muhammed ibn Cübeyr tabiin masalan buningga bergan ulamolarimiz bor siqa. Siqa degan gap ko'p uchraydi. Siqa degan nimasi? Siqa degan adli va zabtning ikkisini birlashtirmasi. Yani adolat va zabtni ikkisini mujassamlantirgan bir nima atalgan. Yani bir odamning raviyni siqa ekan desa, hem adolat hem zabtsi ekan buningki to'liq ekan deganni ishonsak bo'ladi. Demak bu Muhammed ibn Cübeyr tabiin bu siqada bahor turgan. Ondan keyin o dadasi bo'lgan Cübeyr ibn Mut'imdan rivoyat qildi o. Dadasi bu Cübeyr ibn Mut'im bu sahabi. Bu sahabelarni biz oldin qatimma dedik. Sahabelarning hammasi mudur o, adildir. Sahabelarning hammasi chiqqanda bir qilim deymiz. Jarh ta'dil qilmaydi. Ularningki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan anglab, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonida yashaganligini o'zi ularningki nimasi bizni tashrishdan shabihat qildi. Demak bu hadis raviylarning hammasi shundan bo'ldi va adil zabit degan sifatni javob jug'ludi. Yine birisi bu hadisdan o'zi shaz emas deydi. Chunki u hadisga
o hadisde küçük bir hadis gelen yok. Mesela Resulullah nerede Maghrib namazda sure turnu okudu dese, birisi Resulullah Maghrib'de sure turnu okup bakmagan dep mundaca onun bir küçük munda bir karşı hadis mana hadis gelen yok mana cihette. Yani senet cihette bunun karşı gelen bir gelen yok. Demek bununga uzun küçükroq bir hadis qilib ekanmida va zikrilgan zidlik yok, muarıza yok. Şuңa bu şaz emas. Yine birisi bununda ulamolarimiz qattiq tekshirgandan keyinmi bununda aytganda illat bayqalmagan, anda maxfiy g'amiz hadisin sahihligi ta'sir qiladigan bunda illat yo'q. Demak, o'sha 5-jug'ida unda da bu hadis javob sahih bo'ldi bunda o'ylay. Unda da bu hadis sahihning hukmi nima? Hadis sahihning hukmi ahli hadisninki ham shuningga usul ulamolarimizdan ham fuqarolar ishidan e'tiborli bo'lgan kishilarning ijmosi bilan nima amal qilish vojib. Hadis sahihning hukmi ahli hadisning hammasi bunga javob şu amal qilishimiz vojib deydi sahih hadisda. İkinci birisi bunun cevap usul ulemalarımız yani usul kalam ulemalarımız hem faqih ulemalarimizden men yu'taddu bih yani onun cevap bir itibar edilen qatag'angan kişilerin icması bilen hadis sayığı amal qilish vojibdir. O şeriat hüccetlerden bo'lgan bir hüccet. Yani hech qanday bir Müslüman onun amal qilishni tashlash Müslümanga cevap loyiq olmaydi. Bir Müslüman turib oldiga bir sahih hadis ulaqsa ben bunu amal qilmaydim deb olmaydi. Bana ko'rsatish onun cevap aqlab o'tib ketish asla loyiq emas. Hadis sahihni topgan hamon sallamna deb uni javob amal qilish vojib. Xo'sh, hadis sahihninki gaplari shu hamda shunda ma'miz. Endi ikkinchisi buniki hadis sahihni ba'zi ulamolarimiz hamda. Ma hadis sahih ekan, ma hadis sahih emas ekan degan so'zdan bo'lgan maqsad nima? Al-murad bi qawlihim haza hadis sahih aw haza g'ayr. Demak, ulamolarimiz kitoblarda haza hadis sahih, haza hadis zaif yoki haza hadis g'ayr sahih deb bunda atsa Muşçadaki degan gapning maqsadi nima deydi. Maqsadi biz 5 deb bo'ldik. 5 ta anlag'an gapni tushungan bo'lsanglar, men oson tushundim. Bu hadis sahih degan gapning maqsadi mushu 5 dani shart nima qildi va bu hadis to'liqlandi degan gap. Mushu 5 shart to'liqlandi degan gap. Bu 5 shart qanday shart? Bu 5 shart bu hadisninki muxbirininki rost ekanligini nima qildigan va tarjih qildigan nimalar deyiladi. Demak, mushu 5 şart olan tepildi diyen gap. Her guzma bu hadis içine yüz nima var? Alaka %100 bunun kaça közümüzden köygende kulaklan anlaganda işlendiğin mında derecedeki nima alaka rast digerlik cevabı emas. Hem de ulanın ki sözü mesela nima üçün dese o sıqa bo'lgan kishilarni unutib qolish, xatolik yuz berib qo'yishning durust bo'lganligidan jihatidan deydi. Mesela bir adam bir sıqa, adil, zabit olsa bunun işimiz, bunun hadisiga biz sahih deb baholaydik qo'y. Demak bu kishimiz ammo bir o'zi adil o'g'ay birisi, taqvo o'g'ay, zabit o'g'ay, aqli joyida, zehni o'tkir o'g'ay. Mushunda odamlarning xatolash ehtimoli bormi yo'q esa bor. Demakki biz bu yerda sahih deganimizning o'zi zodi mushunda bir nima deymiz? Yuqoridagi 5 shart tepil degan gap hargizmi uningki mutlaq %100 o Çünkü sahih yoki uning rost ekanligini javob qat'iy qilganlik emas deydi. Endi bu yerda deydi, nima qilib ehtimollik bor? Siqaga menki siqa bo'lgan raviylarga bir xatolashib qo'yish, unutib qo'yish ehtimollari bor. Unutib qilish ehtimoli bor. Ammo bu unutib qolganlik ehtimoli bu nima bor? Dalilsiz kelgan ehtimollik. Shariatda, bizning shariatimizda dalilsiz kelgan ehtimollikqa hech qachon e'tibor qilinmaydi. Bu dalilsiz kelgan ehtimolliklar ustiga javob hukm qurilmaydi. Mesela siqa bo'lgan bir ravininki nimaninki va xatolash ehtimolliqi bormi? Bor. Lekin amishada mushu hadisda xatolashdi, nada xatolashib desa, buni xatolashganligini ko'rsatadigan bizda bir dalilmi? Yo'q. Chunki uning aqli joyida, ibodat umisi joyida, aqidasi joyida, hamma narsa to'liq mushunda kishidan xatolashning javobi yo'q. Ama bir nimaning javobi bir fasiqninki yoki bir mar'ut bo'lmagan kishininki yeni bir kafirninki bo'lib qolsa, buni xatolash javob deyilimiz bor. Nima ish xatolashmabdi desa, qaranglar, menda ish qilgan, menda xatolashmay qalamda. Mesela bunda fasiqga adam hadisda menda 100% gap qilmay qalamda deb bizda deyilimiz bor. Ammo men deyil yo'q. Deyilsiz kelgan ehtimollikqa hukm bermaymiz. Endi garchi siqalarning xato ehtimoli bo'lsa-mu, lekin u ehtimol javob nazardan saqlab turib, undaymiz u hadisga amal qilish, uning javob hujjat keltirish vojib bo'lgan bo'ldi. Ammo u ishni o'zida %100 unda deganlik emas marchi. Yana birisi, ularning bu hadis sahih emas degan gapi, unda mush yuqorida zikr qilingan, sabiq qullar, mush yuqorida zikr qilingan 5 dona sifat,
Ya o 5 sifatning ba'zisi yana bir so'sima tepilmaydi degan gap. Yoki mush 5 sifatning birisida tepilmagan yoki o 5 sifatning orasidan bir sifat tepilmay qolgan bo'lsa, buni javob g'ayri sahih deymiz. G'ayri sahih deymiz shu sahihning shartlari to'liqlanmadi degan gap hargizmi o ishning o'zi yolg'on emas. Sahih emas bu deganning o'zi bu to'qilma, yolg'on, yovdaq gap deganlik emas. Nima ish qilsa, bunda xatolish ko'p bo'lgan, xatolish ehtimoli bo'lgan kishilarning to'g'ri tepishi durust bo'lganligining jihati. Demak, daim xato so'zlar ekan, shuni qarab turib buni hadisni dedik uni ba'zi sahih emas edi. Azroq bir qismdan fosiqlik qilib solgan bir ishi bor ekan, shu ishga asosan biz nima dedik uni ba'zi hadisni sahih emas edi. Ammo u bir ishni fosiq qilib qolganlik bilan hamma ishda qolgan so'zlaydi, hamma ishni yolg'on qo'ydi deganlikdan dirab kelmaydi. Demak, buning to'g'risi ehtimoli bor. Shuning uchun buni javob 100% yolg'on demaymiz, faqat sahihni shart to'shmay deymiz. Ammo endi sahihni shart unda 100% yolg'on degandan keyin buni amal qilsak umum desa, yo'q, bu yerda javob kuchli bir ehtimollik bor. Uning javob ham ehtimollikning deyili bor. O deyili qolsa, uning fosiq bo'lganligi, uning javob zabtini bo'lmaganligi, uning hokazo. Anda da bu hadislarning bunda sahih ahvollar so'zliq. Endi bu hadislarning sahih bo'lishidan bu isnodlarga oid kuchli aloqasi bor. Endi bu shu hadislarning sahih bo'lishining eng asosi buning javob asosiyatdan isnodi. Isnodlarni biz yuqorida ishlab o'tdik. Masalan, shu naqatim deb bo'ldik bu silsilatul rijal. Endi bu silsilatul rijalning isnodning biriga mutlaq eng sahih isnod deyilgan bo'ladi. Masalan, Rasulullohdan kelgan hadislar bizga raviylarning vasol qilib keldi-ku. Demak, mushunda raviydan kelsa, mal raviydan kelgan hadis eng sahih deb muayyan bir raviylarning kelgan bir silsilaga, ya'ni bir sanatga eng sahih sanat deb deyilgandi deydi. Bizlar ma ulama buni qarashlari har xil, lekin bizning eng muxtar qarash har bir isnodga hech qanday bir isnodga fisin, hech qanday bir isnodga bu mutlaq asahul asanid deb jazm qilinmaydi. Demak, chuqur muhimda kelsa, masalan, Anas radhiyallohu anhudan bir tabiin, o tabiindan tabiin qilib mundalik bir silsila shakllanadi. Mush silsila mutlaq sahih silsila. Mushunda shaklda kelsa, mush sanatlan kelgan hadis eng sahih hadis deb javob, bunda sahih bo'lgan sanatda bunda baho berish javob mumkin bo'lmaydi. Nimishqa chunki sahihlikning martabasi isnodningki sahihning shartlarini muqilishga mumkin bundalikda tepilish ustiga javob qo'yilgan bo'ladi. Sahihlikning martabasi sahihlikning eng yuqori sahihisi, normal sahihisi degani o'sha sahihning sharti eng mukammal deyilib bo'lsa, eng a'lo sahih bo'lgan sanat. Ishqib tepilgan bo'lsa, ishqib sahih bo'lgan bo'ladi. Demak, endi buniga ma'nan qarasak, buningki taqvoliqi favqulodda yuqori. Birini qarasakcha, uning zabti favqulodda yuqori. Demak, bu yerdagi biz qaraydigan e'tiborotlarning farqli bo'lganligining jihatidan anda buningga muayyan birga mutlaq ma'no sahih degan bo'lmaydi. Demak, qarasam, sahihlik shartlarining hammasida darajalarning eng a'losi tepilish javobini oid olsin. Demak, birning javob eng a'lo darajadan bo'lishi va adolatining bo'lishi. Uning eng a'lo jihatidan bo'lishining zabtining bo'lishi. U eng a'lo darajadan bo'lishi va boshqa shartlardan tepilgan bo'lishi nima savona oid nodir ahvol. Masalan, shuningga muayyan bir sanatni ko'rsa, ma'vo sanatlardagi asahvat asad eng mukammal bo'lgan, eng sahih bo'lgan sanat mushu degan gapni biz deyolmaymiz demak. Eng avlosi bir isnodga mutlaq ma'vo sahih sanatda deb hukm qilishni to'xtash kerak. Hamma isnodning o'zgarishlarida birisidan farq qilgan orzuliklari bor, ammo muayyan bir sabab eng sahih degan gapdan to'xtashimiz kerak. Bu bizning muxtar qarashimiz shu. Va ma'azalik, endi mushunda bo'lgan bo'lsa-mu, imomlarimizning ba'zisidan asahul asanid haqida ma'lum so'zlar naql qilindi. Bu gaplar naql qilindi. Buning eng kuchli qarashi bu har bir imom bizniki zohir gap, bunda zohir kuchli, bunda bizning ko'rinib turgan qarash shuki, har bir imom o'zining nazarida kuchli bo'lgan nima qilgan tarjih qilgan. Masalan, undan desak, Shofiy nimasi Ahmadikilar, masalan, 11 sanada bo'ldi. Masalan, ular asos qilgan yoki ular ko'p hadislarni olgan, ular ko'p e'timod qilgan bir sanad, raviylar sanadi bor. Uni javob ko'tarib chiqqan bo'lsa, masalan, Malikiylardan kelgan ma'lumlar u bir sanatni javob ko'tarib. Demak, har bir imom o'zining nazarida, o'zining ijtihodi bo'yicha mush eng kuchli sanatgan degani tarjih qilgan. Ammo u yana javob yuqoridagilimizda
o mutlak yana hamma jihatda üstün bilishi nihoyat oz. Yani bu qarashlarning birisi sahih sanatning eng yuksagi, masalan, eng yuksak bo'lgan sanat nimadan Zuhri'nin İbn Şihab Zuhri. İbn Şihab Zuhri'nin doku bu intayin katta alem hem bunun oyunu nihoyat neçe qitim deb olduk bu hadisni tunji jug'lagan ham hadis imomlarimizning eng katta imomi shu Ibn Şihab Zuhri. Mesele yok. Ondan keyin Salim ibn Abdullah. O dadısıdır yani Abdullah ibn Ömer'den demekçi. Demek muş senattan kelgan bo'lsa, hadis eng yuksak sanat bo'lgan. Eng sahih sanat bo'lgan bo'ldi dedi. Bir qarashtikida. Eng sahih sanat qaysi? İbn Şihab Zuhri, Salim ibn Abdullah dedi. Salim o da dadası bo'lgan Abdullah ibn Ömer'den rivoyat qilgan bo'lsa, mavjud eng sahih degan qar. Yani muş qarash kimlarga qolsa, İshaq ibn Rahowi ve İmam Ahmed'lerden rivoyat qilindi. İkinci derse İbn Sirin. Yani İbn Sirin'in sözü İbn Sirin bütün mücerrih ta'dil hakkında intayin kattalık ulamalardan birisi. İbn Sirin o Abide Ali'den rivayet kılgan bolsa, ma en sahih senedinde bu rivayetini İbnül Medine fallasla muş qarashni tercih kılgan. Üçüncü qarash A'mash İbrahim'den, İbrahim Alqama'dan, yani Alqama Abdullah ibn Mes'ud'dan, Abdullah ibn Mes'ud Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayet kılgan bolsa, yani bu asacayetten ve Hanefi yakındakilerine karşı. Bu qarash İbn Ma'in'den rivayet kılgan hem bu bizdeki qarashlarninki içindeki bir qarash. Yine bir senedde Zuhri Ali ibn Hüseyin'den o dadası Hüseyin radıyallahu anhu'dan o Hüseyin Ali radıyallahu anhu'dan rivayet kılgan ma senet en küçük qarash debdi. Muş qarash Ebu Bekir Ebi Şeyb'den rivayet kılgan. Yana bir qaydada İmam Malik Nafi'den Nafi ibn Ömer'den ve de rivayet kılgan bolsa bu qarash sanat en küçük sanat debdi. Muşunda qarashlar bor. Lekin anda mutlaq hammasi deymiz sanatlarning eng sahih ma'lum deb bezmi qilmaymiz, ammo ulamalarda bunda qarashlar naql qilingan, o qarashlarning naql qilishning asosi har bir imom o'zidagi ijtihodi bilan bu sanat eng kuchli deb ko'ngil to'xtatgan ma'lum bir sanatlarga eng sahih sanat deb javob baho bergan. Ammo amaliyot ashtami yokanda o ammasi e'tiborga bog'liq ishlar. Yine birisi halis sahih kitapların, hadislerin nereden tapılmışsa bu sahih, Bukhari, sahih, Müslim tapılmış o inaqa. Anda mujarrad sahih, yani sahihin mujarrad, halis sahih hakkı sözleyen kitabın tüm cüzü qalsa. Mesela bu sahih Bukhari, sahih Müslim, sahih İbn Hibban, sahih İbn Huzeyme, Mustadraklar var. Anda muj kitaplarının hemmesideki tüm cevap en sahih olan cevap. Mesela İbn Arvet'in məxsus sahih hadislerini cevap düzleyen kitabın tüm cüzü qalsa tuncu sahih hakkında, halis sahih hakkında tuncu tuzilgan kitap o Sahih Bukhari'dir. Ondan keyingisi Sahih Müslim, muş Sahih Bukhari, Sahih Müslim Kur'an'dan qapqaz kitapning eng sahihisi. Yeryüzündeki kitaplar içindeki Kur'an'dan qapqaz eng sahih kitap Bukhari ve Müslim'dir. Ümmet muş kısmın kitabını nima qilishga uni qabul qilib, yani amal qilish ijmo qilgan. Demak, hammasi bu ikisininki hadisini maqbul deb olgan. Demak, Buxoriyni ham Muslim bu ikisining kitabini maqbul deb qabul qilishga ijmo qilganligining jihatidan bu yerdagi Buxoriy va Muslim Qur'ondan qolsa yeryüzü kitoblarning eng sahihisi. Endi bir savol yana. Buxoriy va Muslim ikki kitob bo'lgandan keyin bu ikkisini qaysi bakroq sahih degan bu ulamolarning diqqatini tortgan. Ama köp sanık cumhur ulema nazarda Bukhari en sahih. Bukhari Müslim'den bekrak sahih. Ama anda ve o Müslim'den Bukhari paydası cihatte intayin köp. Neymiş kalırsa Bukhari'nin sahih buluşunun sebebi, Bukhari Müslim'den bekrak sahih buluşunun sebebi. Çünkü Bukhari'nin hadisleri bekrak, senet cihatte bekrak, muttasil, ravileri bekrak, namdaydı, sıkadaydı. Müslim'den ravileri hemmisi sıka, Müslim'den ısnatları hemmisi muttasil. Ama evsek. Şakon gemine eşed ittisalı ismi tebzin. Müslim'nin ittisalı senet. Şartlıkça o mutlak şudur. Müslim'nin ravileri hemmisi sıka bunun teşkinde mesele yok. Ama Bukhari'nin ki ittisalı senet koygan şartı. Bukhari'nin ravileri içindeki sıkalık müstava terapi Müslim'nin qaranjada bir küçükrak çıkan değil. Nimish qadisa ma mag'zak javob aslında o'zi emas, Buxoriyning Muslimni bakrak sahihligining sababi shu. İttisal sunnatda bir yuqori bir hadis bir anadab deb o'tdi. Baya diqqat qilsanglar,
Muş en meselesi kelgan chog'da ana degan rivoyatlarda Buxoriy Muslimninki bu mushu raviy yuqorqi raviyninki bir anni ishlatib rivoyat qilgan bo'lsa, biz mushu mudallis bo'lmagan bo'lsa bu raviy mushu hadisni muttasil isnodi muttasil bo'lgan hadis qatori kirgizmamdiq degan chog'da Buxoriy deydiki, endi mushu ostidagi rivoyat qiluvchi bo'lgan raviyninki o'zining shayxidan nima qilganligi uchrashganligi isbotlangan bo'lsa, undan keyin bu yerda chava muttasil deb hamla qildi. Agar uchrashganlik isbotlanmagan bo'lsa, nima qilmaydi? Anaqa qilmaymiz dedi. Ammo men nima desa, Muslim desa, Muslimning emas. Muslim deydiki, agar ikkisini uchrashmagan qilolmaydi. Uçuruş mümkün bo'lgan bo'lsa, masalan, ikkisi bir davrda yashapti yoki bir shaharda yashapti, davr aniqlamasakan, shunday uçuruş imkoniyati bo'lgan bir holda bo'lgan bo'lsa, muttasillik hamla qilamiz deydi. Ammo Buxoriydagi mumkin bo'lish kifoya emas, uchrashganlik isbotlanishi kerak deb. Amaliyotda mushu nuqtani aytgan chog'da Muslimning sharhidan Buxoriyning sharhi bizga kuchli bo'lg'achqa, shu ittisol san'atdagi bu tarafdan Buxoriy bakroq muttasil, Muslimdan degan gapni chava demak. Endi avsaq rijal raviler bakroq siqa degan gapni qilibdi. Endi buni qanday farq qilamiz desa, Buxoriy va Muslimning raviylari bu hammasi hadisda sahihligida gap yo'q. Ammo Buxoriy va Muslimning raviylaridan, hadis rivoyat qilgan raviylaridan ulamolarimizda bir qism nima bo'lganligi tanqidlar kelgan. Masalan, tanqidlar g'ayri mo'tabar tanqidlar bo'lsa ham, masalan, Buxoriyning ma'lum isnodiga, Muslimning ma'lum isnodlariga tanqidlar kelgan. Nimalar tarafdan? Keyingi masalan Daruqutni va shunga o'xshash muhaqqirat tarafdan. Endi buningda bizningki Buxoriyning tanqidlangan hadislari Muslimlikdan favqulodda oz. Raviylar ichida, raviylarda tanqidlangan raviylar javob Muslimnikidan bir jiqroq tanqidlangan masalan nimada Muslimniki Buxoriynikidan bir hassa jiqroq raviy tanqidlangan taraflardan. Shunga ammo Buxoriyning oz o'g'achqa Buxoriyninki Muslimnikidan bakroq siqa degan gap o'shanda. Ammo hammasi siqa, hammasi muttasil, buningda gap yo'q. Mocha qilsa bo'lmaydi. Endi yana birisi endi bu yerda nima Buxoriyning foydasi Muslimlikdan bo'lsa, chunki Buxoriyda nurg'un Sahih Muslim bo'lmagan fiqhiy ijtihodlar ham hikmatlik foydalar bor. Chunki Buxoriyning bobni ko'rib bakkan bo'lsanglar bilasizlar, Muslim o'qigan bo'lsa, Muslim bevosita hadisga kirib kelsa, hadisni rivoyat qilishdan masalan, davom qilgan bo'lsa, Buxoriy o'sha hadisdan ahkam chiqaradi. Masalan, hadisning babida bu masalan, utukki masla qilishning durustligining babi bu falan deb hukm chiqarib, undan hadis qildi. Demakki, hadis o'qish bilan birga biz uningga u hadisdan chiqadigan ahkam shar'iy, fiqh hukmlarni ham bilalaymiz. Ham undan boshqa bir manda nukat hikmatlarni ham hadisdan chiqadigan hikmatlarni Buxoriy o'zining bobininki orliqida qistirib va keltirib qo'ygan. Shunga Buxoriy majihatimi biza ustun turadi demoqchi. Endi mushani Buxoriy Muslimdan bakroq sahih dedik qo'shimdaga. Anda deganligimiz bu Buxoriyninki Muslimdan bakroq sahih bo'lganligi u majmu' e'tibor bilan. Butun Buxoriy tomning hammasi Muslim Buxoriyning hammasi umumiy e'tibor bilan majmu' ya'ni kulli part majmu'lar bir e'tibor bilan demoqchi. Ammo gap tushunasizlar. Majmu' e'tibor bilan nima va Buxoriy Muslimdan nimadir va sahihroqdir demoqchi. Hargizmi kulli part demoqchi emas. Unda bo'lmaydigan bo'lsa, ba'zi hadislar borki Muslimda u Buxoriy hadislardan kuchli. Har bir hadisni Buxoriyning har bir hadisi Muslimning har bir hadisidan nima va kuchli degan emas. Chunki Muslimda Buxoriyning hadislardan kuchli hadislardan javob nurg'unisi bor. Ammo umumiy bo'lgan majmu' e'tiborini aytgan chog'imizda Buxoriyning hadislari Muslimlikdan javob biza kuchli yo'q deydi. Endi dinibdi ba'zi qarashlarda, masalan, Muslim bakroq sahih deydi. Masalan, shu Mag'rib ulamolarida bir qadar kuchlikkan bu qarash sahih Muslim, sahih Buxoriy nimadir va sahihdir. Va Sahih Muslim ustun deb, Sahih Muslimda Buxoriy ustun qo'yadigan bunday nimalar ekan Mag'rib taraflarda. To'g'ri qarash shu birinchi qarash shu Buxoriyningki, fazli Buxoriyningki o hadis sahih qilgan shartlarini amallar obdan bilasizlar. Ikkinchi gap, Buxoriy bilan Muslim bu sahih haqida kitob tuzibdi. Buxoriymi sahih haqida kitob tuzdi, Muslimmi tuzdi. Bu sahihning hammasi to'plab olgan, istababa degani hammani to'plab olgan. Demak, amdanda bo'lgan chaqda mush Buxoriy va Muslim butun sahih hadisni to'plab olgan. Buxoriy Muslimda bo'lmagan hadislarning hammasi sahih emas. Bundami? Ev iltizamahu. Yakende gerçi Buxoriy ve Muslimning o'zi
Sahih Buxoriy va Sahih Muslim sayini hammamiz juqlamagan bo'lmasimi, lekin iltizoma o. O'zgacha va Sahih Buxoriy va Muslimda o'zining kitobida sahihning hammasini juqlashni o'ziga lozim tutganmi deydi. Desa javob, ya Buxoriy va Muslim o'zining sahihsida, o'zining kitobida sahihning hammasini juqlab olgan emas. Buxoriy va Muslim o'zining Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda butun sahih hadislarni juqlab olgan emas. Demak, ba'zisini juqlagan bu Buxoriy va Muslimda bo'lmagan nurg'un sahih hadislarni kitobda boshqarma demoqchi. Mana shuningdek bu nimani Buxoriy va Muslim u juqlashni, ya'ni sahih va o'zining sahih kitoblarida sahih hadislarning hammasini juqlashni ham o'ziga nima qilgan lozim tutgan emas. O'zi buni javob o'zi qilgan emas. Mening vazifam butun sahih hadislarning hammasini juqlayman degan emas. Balki sahihlar orasidagi eng o'zini javob, eng sahih deb qaragan, eng kuchli deb qaragan, eng hadisniki g'ariz muallifning g'ariziga uyg'un kelgan hadislarni juqlagan. Masalan, Buxoriydagi Jami Sahih degan kitobimga kirgizgan, mening Jami Sahih degan mushu Jami kitobimga kirgizgan mushu nimalarim, hadislarim bu nima? Mening nazarimdagi sahih bo'lgan hadislarning hammasi illa mas. Mushumda ma adkhaltu fi kitabi Jami illa ma sahha. Mening Jami Sahih degan bu kitobimga illa ma sahha. Faqat sahih bo'lgan hadislarni kirgizdim. Demak, Buxoriyda sahih bo'lmagan bir hadis yo'q. Buxoriy kitobimga faqat sahih hadislarni kirgizdim. Demak, Buxoriyning ichidagi hadisning hammasi sahih. Buxoriy sahih hadisdan boshqa hadis yo'q. Amma deydi, va taraktu minas sihha li halatun. Sahih hadislarni, nurg'un hadislarni tashlab qo'ydim. Nima bo'lgan jihatdan? Bu yerdagi li halatul uzrab ketishni nima qilgan jihatdan? To'sash. Uzrab ketmasin bu bakpi kitobda. Shunga o nurg'un sahih hadisni bu kitobimga kirgizmay qolib qo'ydim. Ammo bu kitobga faqat sahihni kirgizdim dedim. Demak, bu kitobning ichidagi hadislarning hammasi sahih, ammo bu kitob sahihning hammasi emas. Sahihning hammasi bu kitobda qolgan emas. Ya'ni bu kitobning istiridimi nurg'unlagan sahihlar bor. Sahih Muslimga degan masalan Sahih Muslim aytdiki, "Meni laysa kulli shay'in indi sahih wa za'tuhu ha." Ya'ni mening nazarimdagi butun sahih hadisning hammasini bu yerga qo'yganim yo'q. Men bilgan butun sahihni Sahih Jami degan mush kitobimga kirgizganim yo'q. Illaki men ulamolar uning sahih ijmo qilganlarini qildan qo'ydim dedi. Yani sahihlikda eng yuqori ulamolar birlik kelgan manda sahihlarni an bu Muslim kitobimga tiqdim. Unda hamma sahih deb bilgan o'zim nazariy sahih hammasi tiqmadim. Demak ki Sahih va Buxoriy va Sahih Muslimning ichidagi hadislarning hammasi sahih, bu barhaq. Ammo butun sahihlar Sahih Buxoriy Muslimda bo'lib, Sahih Buxoriy Muslimda sirida sahih hadislar qolmaganmi desa, bu javob yo'q. Sahih Buxoriy va Muslimning sirdimi nurg'un sahih hadislar bor. Unda qolsa savol yana sahihdan mushu nimadan Buxoriy o'shqisini hal fatahuma shay'un kasir aw qalmin sahih. Ayda Buxoriy va Muslimdan sahih hadislardan oz ya narsa nima qilayotganmi, ketib qolganmi yoki jiqlarimi? Masalan, Sahih Buxoriy va Muslimga kirmay ketib qolgan hadislar jiqmi ozmi deydi. Endi Buxoriy va Muslimningki bu kitobga kirmay qolgan sahihlar bak jiqmi ozmi desa, Hofiz ibn Hazm debdiki, Buxoriy va Muslimdan nima qildi? Nayt ozlam sahihlar nima qildi? Unda ketib qoldi. Bo'lmasa hammani kitobga kirdi. Masalan, Buxoriy Muslimning kitobga kirgan sahihda sahih. Ammo Buxoriy Muslimning sirida qolib qolgan, oz bir qism sahihni qolib qo'ygan, ammo shunda javob nayt oz deydi. Ammo bu qarash u nimaga Hofiz ibn Ahramga inkor qilindi. Bu gapingiz xato. Chunki Imom Buxoriy va Muslimning ig'zidan olgan gapimizga biz naql qarasaqmi, Imom Buxoriyning bu kitobga kirgizgan sahihdan sirda qolgan sahihlarni javob ko'p ekanligini ko'ramiz. Unda oz hadislar javob qolgan emas. Demak, Buxoriy va Muslimning ichida sahih ham Buxoriy va Muslim bu hadislar javob ham bor demakchi. Masalan, qaraylar, sahih qarash u qism shay'un kasir. Ko'p hadislar bu Buxoriy va Muslimga kirmay qolgan. Masalan, Buxoriy naql qilindi dedi Buxoriy deydi. Men sahihdan ma taraktu min as-sihha aksar deydi. Deydiki, sahih hadislardan ma taraktu men qolib qo'ygani baknimadir ko'pdir. Kitobni kirgizgan sahihdan daha tek qolib qo'yganimidir ko'pdir.
Yana dedi yana bir gapda aytdi. Men umumiycha 3 gapning 5 bor. 300 ming hadisni javob bilaman. Ya'ni 100 ming dona sahih, g'ayri sahih hadis yozib bilaman dedi. 100 ming dona sahih hadis 200 ming dona mag'durava anaqa deydi. Yana qarasak, Buxoriyning kitobidagi hadisning soni 7 ming. Demak 90 necha ming hadis yana sahih sirda qolib qoldi degan gap chiqdi bu Buxoriyningki bu so'z bo'yicha. Demak Buxoriy Muslimning ichida sahih hadislarning hammasi juqlangan emas, balki sirdimo nurg'un hadislar bor demak. Endi Buxoriy va Muslimdagi bu hadislarning soni haqida to'xtalgan chog'imizda Buxoriy yana kam iddatul ahadis fi kulli minhum. Bu Buxoriy va Muslimdagi hadislarningki soni qanchalik desa, Buxoriydagi hadislarning soni Buxoriydagi hadislarning sonining umumiysi 7275 hadis takrordan. Yani arqadan Buxoriy takrorlanishi ko'p, yani belki ma'lum bir fiqhiy ehtiyojlar yaksan ehtiyojlarni takrorlab keltirdi bablarda Buxoriy. Demak endi bu shu hadisning umumiysi esa 7275 dona hadis Buxoriyda bor. Ammo takrorni hazb qilayotgan chog'da 4000 hadis Buxoriyda bor. 4000 hadis. Endi Muslimdagi soni qancha? Muslimdagi takror 12 ming dona hadis. Takror qilayotgan chog'da buningda muchava 4000 hadis. Demak, ikki kitobda takror qilayotgan chog'da jami chava 8 mingdan ortiq hadislar bor. Ammo u sirda muchava nurg'un sahih hadislar bor. Ana qolgan biz bu Buxoriy va Muslimda bo'lmagan shu sahih hadislarni, masalan Buxoriy va Muslim sahihning hammasini kirgizib bo'lmabdi. Buxoriy va Muslimning ichiga kirgizilmagan sahih hadislarni nerda uchirtamiz, nerda topamiz desa, deydiki, biz bu kitoblarni, bu hadislarni mashhur va mo'tabar kitoblarda uchirtalaymiz. Masalan, Sahih ibn Huzayma, ibn Huzaymaning sahihida, ibn Hibbanning sahihida, Sahih ibn Hibbanda, inichava İmam Hakim Nisabı'nın Mustadrak Hakim'da, yine şova Sunan Arba. Mesela Sunan Tirmizi, Sunan İbn Majah, Sunan Ağabey'deki Sunanlarda, yine birisi Sunan Daraqutni'da, Beyhaqi ve onun başka kitaplar mesela Muvatta'da bu kitaplarda şurtalayımız mesela Musnad kitaplarda şurtalayımız. Endi bu hadislarning yuqoridagi Buxoriy va Muslimda bo'lganligining o'zi bu hadisning sahihligiga demak bizning bilib olishimiz kerakki, bir hadis Buxoriy va Muslimda bor degan gap, chunki Buxoriy va Muslim o'zining kitobi sahihdan boshqani kirgizmadim dedi, ummat shunday qabul qildi. Bir hadisning Buxoriy va Muslimda bo'lganligi bu hadisning sahihligininki yetarliligi. Ammo iyada ikki kitobda mesela Sahih ibn Huzayma dedik, Sahih ibn Hibban dedik, yoki Mustadrak Hakim dedik. Bularning maqsadi sahihni jo'lashdi. Bunun isminden çıkıp dururken bo'yicha hammasi sahih hadisni juqlayman deb juqlagan. Ammo bu hadislarningki mushadiki bu kitoblarda bo'lganligining o'zi u hadisning sahihligi ekanligi emas. Chunki Ibn Huzayma sahih degan bo'lsa-mu, Ibn Huzaymaninki, Ibn Hibbanninki bu sahih deb bekitgan kitobga kirgizgan hadislarninki nurg'un masalasi chiqqan. Shunga ulamolarimiz bu Sahih ibn Hibban, Sahih ibn Huzayma, hatto Imom Hakimning Mustadrakda bo'lgan hadislarning chuqum uchovi ma'lum ulamolar tarafdan unga sahih deb baho berilganlari sahih deb baho berilmaganlari chava sahih emas. Bu Sahih ibn Huzaymada bo'lgan bu kitob ismi sahih bo'lganligi ichiga islam bir sahih chava deb o'ylab qolsak bo'lmaydi. Balki chuqum uning sahihligiga nima keltirish kerak va nas keltirish kerak. Illaki masalan undan boshqa Sunan al-Arba' va bizdagi Muvatta va masalan Daruqutnining sunanisi va Bayhaqining kitobi va endi mushuninki mush kitoblarda bo'lganligini o'zima masalan Tirmizida bor, Ibn Majahda bor, ma kitob Daruqutni deb ekan debligida bu hadisga shu kitoblarda bo'lganligini o'zi u hadislarning sahihligiga kifoya qilmaydi. Masalan, Sahih ibn Huzaymada bu kifoya qilmaydi. Ma'laqanimizqo ma to'rt kitobda bo'lganligi kifoya qilmaydi. Hatto Sahih ibn Huzayma Ibn Hibbanda bo'lganligi kifoya qilmaydi. Masalan deydiki illa fi kitabin man sharatal iqtisar ala ikhraj sahih Sahih ibn Huzayma. Faqat mushu sahih kitob hadislarni chiqarishga to'xtalishni o'ziga shart qilgan kitoblar bu kitobda bo'lsa, undan keyin bu sahihlikninki nimasi debdi? Masalan, Sahih ibn Huzayma. Ammo buningga nurg'unlig'a nimalar tushgan? Anaqa ijtihadlarda bu ulamolarning qarashlarida Ibn Huzaymaning bu sahihlik Ibn Huzayma ham Ibn Hibbanninki bu ikki kitobi garchi sahih kitobni cho'g'ash g'arzi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin buning ichidagi nurg'unlig'an ulamolarimizningki ba'zi hadislarni rad qilishi, ba'zi hadislarga e'tiroz bildirishi bilan buningga kitoblarda bo'lganligi buning sahihligining munosabati va bil ittifoq qabulininki
buluş uchun kifoya qilmaydi. Buxoriy Muslim o'xshamaydi. Buni bilishimiz kerak. Buxoriy Muslimdan boshqa har qanday kitobda bo'lgan hadis nima qilishi bir nazarga, uning sahihligi uchun bir izlanishga muhtoj. Yana bir gap, ana o'sha Hokimning Mustadraki Ibn Xuzaymaning hozir chiqib, Ibn Xuzaymaning va Sahih ibn Hibbonningki kitob haqida. Mustadrak degan gap, Mustadrak Hokim bu bola Hokim Imom Hokim shu Buxoriy va Muslimning shartiga tushgan kitobni hadisni jug'latma deb jug'lagan kitobi. Ibn Xuzayma maxsus sahihlar haqida tuzman deb to'g'rilgan kitobi. Ibn Hibbon Ibn Xuzaymaning shogirdi bu sahih hadislarni to'playman deb to'plagan. Ana shulardagi hadislarni biz yuqorida ta'kidlab qo'yganimizdek, bu hadislarniki mush kitobda bo'lganligini o'zi sahihligiga yetarli emasdi. Anda bo'lsa mush haqida gap qilsak, Mustadrak Hokimga qanday kitob desa, u nihoyat hadis kitoblarining eng chong kitoblardan birisi. Buning muallifi bu kitobda Sahihaynning shartiga, ya'ni Buxoriy Muslim demakchi Shaykhningki shartiga, yoki u ikkisining birining shartiga nima qilgan va tushadigan. Bu halbuki u ikkisi o'zining Sahih Buxoriy Muslim kitobida nima qilmagan va chiqarmagan hadislarni nima qilgan, zikr qilgan. Deganki, ma hadislar Buxoriy va Muslim shartiga tushdi ekan, lekin Buxoriy va Muslim nima qilmabdi uni buni o'zining kitobiga kirgizmabdi. Shu nuqtadan biz shu Sahih Buxoriy va Muslimning shartida bor, lekin shartiga tushdi, lekin Buxoriy Muslim keltirmagan hadislarni men keltiraman deb zikr qilgan. Masalan, shuningdek o'zininki Buxoriy Muslim shartiga tushdigan zikr qilib bo'lgandan keyin o'z nazarida sahih bo'lgan hadislarni jug'lagan, garchi u ikkisining birininki shartiga uyg'un bo'lmasa-mu, ularning hammasidan shu o'zininki nazarida sahih, ammo Buxoriy va Muslimga shartiga tushmaydigan bu hadislarni sahih isnad degan mana ifodalab jug'lagan. Ham ba'zi vaqtlarda o'zining mush kitobida lam tasih sahih bo'lmagan hadislarni mustadrak bo'lsinmi, sahih bo'lmagan bunda ba'zi hadislarni zikr qildiki, lekin uninga ma'lum isnadi maslahat deb uninga ishorat qildi deydi. Demak, endi bu Imom Hokim nisab bo'yini mustadrakida bu Imom Hokimni hadisi sahih deyishidek mutasahil. Ba'zi sahih bo'lmagan hadislarninki, masalan, ba'zi ulamolar tomonidan sahih emas deb qolgan hadislarni Nahid Abdusallam bu sahih deb javob keltirgan. Shunga Imom Hokimning kitobidagi sahih deb kelgan kitobdan bu javob yana bir qatam nazorat qilish kerak. Shunga deydiki, payg'ambarga aytaba bu shu Hokimninki mesela mustadrak hadislarga tashrilib, uning holiga loyiq bo'lgan shaklda hukm qilishga tegishli. Bu Hakim Nisaburining Mustadrakdagi bu kitoblarni, hadislarni Imom Zahabiy tekshirib, uning hadislarining ko'pinchisiga o'z holiga loyiq shaklda, masalan, agarchi Imom Hakim sahih degan bo'lsa, sahih bo'lmagan bo'lsa, sahih emas deb joyiga tushirib, uningga javob hukm qilgan, ammo kitob yana azroq tekshirib, uning bir ko'ngil bo'lishga muhtoj. Shunga bu kitoblarning o'zida mutlaq sahih bo'lishini o'ylab qolmaydi demak. Lekin Sahih ibn Hibbon, Sahih ibn Hibbon bu sahihni tuzuman deb tuzgan kitoblardan birisi. Endi shu Sahih ibn Hibbonningki kitobiga kelsak, bu kitobi tartibi nihoyat muxtara bo'lgan kitob. Ibn Hibbon va Ibn Xuzaymaning shogirdi bu. Ibn Hibbonning bu kitobining tartibi muxtara deydi. Muxtara deganimiz bunda o'zgacha degan gap qo'shimda, boshqasi o'xshamaydigan. Chunki bizda hadis kitoblari bir qanchaligina nimalar tuzildi. Masalan, ba'zilari sunan asosida tuzildi, ba'zilari chava musnad asosida tuzildi, ba'zilari ma'ajim asosida tuzildi, ba'zilari chava hammasiningki sunnatlarning tuzilishi maxsus tartiblari bor. Ammo Mao Ibn Hibbonning hech qanday tartibi tushmaydi. Ibn Hibbonning tartibi masalan Yaponiyada bab yo'q. Masalan, Buxoriyda bab bor, masalan, Kitobul Iymon, Kitobut Tahorat, Kitobus Salat deb. Endi Mao nimada Ibn Hibbonning kitobida bunda hech qanday babmi yo'q, taslimi yo'q. Hatto buningda musnadlarga o'xshash ma'lum bir raviyning hadisini ayrim to'plagan manda shaklmi yo'q. Bu qanday tartib desa, Ibn Hibbonning tartibi bu Ibn Hibbon o'zining kitobini tuzgan chog'da degan. Men bu tartibni Qur'onning tartibi bo'yicha tartiblayman deb. Qur'onning tartibida Qur'onda na bob yo'q, na javob fasli yo'q, na anda bir odam bir oyatni topaysa boshdan oyoq bilmasa topolmaydi. Shuning uchun Imom Buxoriy Imom Ibn Hibbon ikki g'arazni maqsad qilgan. Birinchisi deydiki, mening kitobimda ikki odam nima qildi foydalanadi, ikki odamning g'ayri foydalanmaydi. Biri mush kitobni boshdan oxirigacha o'qiydi. Masalan, bir hadis lozim bo'lsa, boshdan tortib oxiriga o'qisa, undan keyin buni hadis topa oladi.
İkinci birisi bunu da destekleşsin şu İbn Hibban'ın kelimesini sayısı yatlıgan buluş kerak. Yadoğan bolsa bolaydı. Xuddi Qarimda Qur'on oyati bor bolsa, buni bu oyat palani bobda chiqdi degilomaganday, buningki anda jug'lanmanlikqa bir oyatlar munosabatlik oyatlar. Shunga o'xshash bu İbn Hibban bu mush uslubda mening kitobimda shahla yatlasutdi deb, yatlamoq foydalanmoq deb bunda tuzgan. Ammo bu kitobda sal ayiblanib, shahla foydalanmaydigan nurg'un ishlarcha va foydasiz ahvolga tushib qolgan. Şunu dedim muhtar edilmiş. Başka rakıma o musnadlarınki ya ki sahih ya ki cami'lerninki tertibi oluşmaydı. Bu bablar bu işi tertiplengen emas. Mesela Bukhari Müslim'de yine senetler üstüne musanidla asasıca o tertiplengen bu emas. Muhnon cihatinden onunla isim koyduk. Et-Takasim vel Enva' deb isim koygan özünki sahih ibn Hibban. Endi bunun hedisidagi bir hadisga tapmak, ana bu İbn Hibban'ın kitobida bir hadis tapmak hasrun cidden edi. Bek tez bunu anda çünkü bab yok. Yoki o ma'lum bir sahabi asas qilmata qo'ymaydi. Boshqa oyoq o'qimasak bir hadisni chava tepish mumkin emas. Endi keyingi ulamalarimizdan ba'zisi buni bablar bo'yicha nima qildi va tartiblab buni kitobini qayta bablar asosida yaratilgan İbn Hibban'ın shu sahihasini bunday nusxalarim bor ekan. Buni musannif bo'lgan İbn Hibban bu kishi hadisga hukm qilishda, sahih deb hukm qilishda bak bu bir parvo. Mutasahilni kan qursak belki bunda asonlikcha bunda bir sahih deb hukm qilyapti to'g'ri. Ammo hokimning qaragan vaqtida hokimdek anda bek kan qursak emas, ana sahih deb hukm qilishda bek anda o'tib ketgan emas. Lekin yana ham bu mütedil ulamolarimiz bize bir varaq kan qursak qilib qo'ydi demak. Yine bir kitap bu hakkında Sahih İbn Huzeyme. İbn Huzeyme'nin kitabı İbn Hibban'ın kitabı olacağında deris usul yaxşıki İbn Huzeyme İbn Hibban'ın ustazı. Bu qattiqlik o'zininki hadislarni izlashdagi üstüne qattiq kuchlik bo'lgan jihatidan hattoki bu hadisning isnodidagi eng oddiy so'zligimi, oddiy bo'lgan bir nuqtalarimi hadisni sahih deb hukm qilishda shunga qarab, shunga to'xtalganlik uchun İbn Hibban'ın kitabı olganchaqda va İbn Huzeyme'nin bizani mudurva hem yaxshi hem bu üstün demek için mertemiz.